tug'ilgan oyi ham xuddi shu, tug'ilgan yili ham xuddi shu. Lekin biz tamomila boshqa insonlarmiz. Ko'tarilganda inson, ya'ni energiya ko'tarilganda pul moddiy dunyosi yangi o'ringa, ya'ni ko'payish. Insonlar bir oldinda faqatgina bitta sohaning egasi bo'ladi. Boshqa dinlarni o'qib turib, o'qib kitobni o'qib qo'ysa shirk qilib qo'ymayman deb qo'rqamiz. U kishi hamma dinlarni. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz va dunyoning turli mintaqalaridan bizni kuzatayotgan qadrli o'zbegim ahli, har biringizga xayrli onlar. Bugungi podkastimiz mehmoni Anor Egamberdiyeva. Anor opa, podkastimizga xush kelibsiz. O'zingiz haqingizda ma'lumotlar bersangiz, tanishtirsangiz. Alaykum assalom. O'zimni tanishtirib o'tsam, mening ismim Anor Egamberdiyeva, raqamli psixologiya, sotsial ilmi bo'yicha shaxsiy o'sish va biznes konsultant. Sifroviy konsultant deb qo'yadi rus tilida. Shu psixologam deb atashadi, sababi bizning ishimiz shu psixologiya. Odamlarning tabiatini tushuntirib berish. Tanishganimizdan xursandmiz. Yana bir bor xush kelibsiz podkastimizga. Xo'p, Anor opa, endi sizga bir nechta savollarni tayyorlab qo'yganmiz. O'zingizni faoliyatingiz haqida bir ma'lumotlar berib o'tsangiz. Sotsial ilmi nima? Sotsial psixologiya nima? Hozirgi kunda sotsial ilmi 181 ta davlatda qonuniy deponировать deydimi, qayd etilgan. O'zbek tilida aytganda qayd etilgan. Shu 3 ta davlatda, Turkiyada, Dubayda va Janubiy Koreyada o'qitiladi. Sotsial ilmi 5 ta asosga suyanadi. Ruh, farosat, aql, idrok, fikr, o'ylar va emotsiyalar. Raqamlar nominal tushuncha, raqamlar tagida energiyalar yotadi. Biz bu energiyalarni ta'sir mohiyatini anglab, bu hayotimizga qanday ta'sir qilishini tushunib yetib va o'z o'rnimizni topganimizda bu dunyoga kelib qiladigan ishimizni bilib, ya'ni missiyamizni bajarganimizda bu ishimizdan o'zimiz quvonamiz, rohatlanib, qanoat keladi va baxtli bo'lamiz. Bu sotsial haqiqiy baxt yo'lini ko'rsatadigan ilm. Raqamlar nima haqida gapiradi? Bu tug'ilgan kun yilimizdagi raqamlar bizga berilgan, Xudo tarafdan berilgan qobiliyatlar ko'rsatkichi. Rus tilida kod dushi, ya'ni ruhimizni kodi. Har bir tovarni magazinda kodi bo'ladi-yu, shtrix kodi. Xuddi shunaqa har bir insonni shtrix kodi desa ham bo'ladi. Tug'ilgan kun yili va familiya, ism familiyasi. Ism familiyasi ham raqamga perevod tarjima qilinadi va ular hammasi hisoblanadi. Har biri bir ma'lum bir ma'noga ega. Tug'ilgan kunimiz men xohlayman, ya'ni nafsimiz nimani xohlashini, ruhimiz nimani istashini ko'rsatib beradi. Tug'ilgan kun yilimizni hammasini qo'shsak, oxiri bitta raqam qolgicha, oxirgi summasi deydi, qo'shamizda mana shu raqam ko'rsatkichi bizni harakatlarimizni aytadi. Ya'ni tug'ilgan kunimiz men xohlayman va ana shu xohishimizga qaysi yo'l bilan borishimiz oxirgi chiqqan mana shu missiya raqamimizda ko'rinadi. Bu juda ham qiziq. Hozir men qiziqib qoldim sotsial ilmiga. Sizni topgunimga qadar o'zi sotsialga qiziqib turgan edim. Keyin esingizda bo'lsa, siz bilan ham deyarli qariyb 3 oydan beri muloqotdamiz. Men o'rganishga harakat qildim, lekin buni hali ichkarisiga kirib keta olmadim. Lekin menga shu raqamlar bilan ishlash, sotsial ilmi juda ham qiziqarli bo'lib qoldi. Keling, misol uchun sizni tug'ilgan kuningiz, sizni sanangiz misolida tushuntirib bersam. Tug'ilgan kuningiz nechi, ayting? 25-iyun 1987-yilmi? 25-sana bu sana soni 7larga kiradi. Sababi 2 ga 5 ni qo'shsak 7 bo'ladi. Bu 7 raqami sizni vektor ego, ya'ni nafsingiz yo'nalishini ko'rsatkichi. Ruhingiz xohishini va nafsingiz xohishini ko'rsatkichi raqam. Endi tug'ilgan kun oyingizni hammasini qo'shib turib, oxirgi summasi siz mana shu xohishga qanday borishingiz, qanday harakatlanishingizni ko'rsatkichi. Oxirgi chiqqan summa 2 bo'ladi. 2 bu mentorство, tushunish va muomala. Siz
sizni sanoson yettilarni ruhining xohishi yoga, ya'ni yoga degani yaqin, ilmli yaqin, ya'ni Xudoga birikish yo'li. Ruhingiz Xudoga birikishni, Xudoga yo'lni xohlaydi. Nafsingiz esa tez amalga oshirish va priznание, ya'ni tan olinishni, maqtalishni xohlaydi. Harakatlaringizni tan olinishni xohlaydi. Mana shu xohishlaringizga через ikkinchi yo'l, ya'ni diplomatik yo'l bilan borasiz. Tushunib, tushuntirish va muomala orqali shu narsalarga erishishni xohlaysiz. To'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri kelyaptimi? Yana savol. Yanacha qiziq. Yana agar son yettilar haqida davom etadigan bo'lsak, nafsi tez amalga oshirish, быстрая realizatsiya dedik, ruhiy yoga bo'lgandan, bularning ruhi boshqa vaqt o'lchamidan kelganligidan, bu olam qanday yaralgan, bu yerda nima qilib yuribman, bu dunyoga kelib qiladigan ishim nima, men nimaga yaralganman degan savollar, cheksiz shu savollar o'zini qiynaydi, ya'ni boshida ko'p aylanadi. Va bu savollar ko'payganda ilm o'rganadi, olamning yaratilish qonunlari va dinni o'rgangani kelishadi. Ko'p mana shu sanoson yettilarga 16, 25, 7-sanada tug'ilganlar kiradi. Mana shu sanada tug'ilganlardan so'rasangiz, shu so'zim tasdiqlashadi. Ya'ni dinga qiziqish, ruhoniy ko'z qarash bor va tez amalga oshirishi, energiyasi baland bo'lgan, ya'ni kundalini energiyani eng baland miqdorini olib beruvchi odamlar. O'shaning uchun energiya bor joyda nima tezlik va tez amalga oshirish bo'ladi va daholik bitilgan. Bularni energiyasi tanasidan pastdan tepaga qarab oqadi. Boshiga 3% energiya, tanasida esa tomog'igacha 97% energiya oqadi. Agar mana shu energiyani oqimini to'g'rilasa, tanasida birday aylanishni ta'minlasa, transformatsion bilimlarga ega bo'lsa, ya'ni o'zini anglash, o'zini tushunish ilmlarga ega bo'lib, energiyasini tekis aylanishini ta'minlasa, bularda daholik ochiladigan, ya'ni hech kim erisha olmaydigan cho'qqilarga erishadigan, hech kim qila olmaydigan ishlarni qila oladigan, ya'ni muvaffaqiyat mana shunday qobiliyatga ega, potensialga ega daho odamlar. Rahmat, o'zim haqimda bu narsalarni eshitish albattaki yoqimli. Siz har bir inson bilan muloqotga kirishganingizda, mana siz oldingizga mijozlaringiz keladi, ular sizdan konsultatsiya olish jarayonida haligi raqamlarini bilmasdan turib ham shu odamda undan oldin siz shu raqam egasi degan bir faraz keladimi sizni oldingizda? Kim bilandir muloqot bo'lsin, aytaylik ko'chada ko'rishib qoldingiz, qanaqadir tanish bilishlar. Sanasini bilmasdan turib sezishingiz, bilishingiz mumkinmi degan, to'g'ri tushundimmi? Bo'ladi, jicha suhbatlashsam, ozroq suhbatlashsam, endi hali vaqtni miqdoriga ham qarab, harakatlarini kuzatsam, topishim mumkin. Harakatlari, masalan, sanoson-ishlar ko'pincha aql haqida gapiradi, aqliga qarab baho beradi. Ajratganda ham aqlli, beaql, umniy, tupoy deb o'zlarida takabburlik, aqllilik, nadmenность deydi rus tilida. Ana shu harakatlarni ko'rsam, tug'ilgan kuningiz 3ta basmi deb so'rasam, yo'q, 3ta bas 12 deb, lekin shu sanoson-ishlar 12da, 21da, 3da, 30da tug'ilganlar kirganida, ili bunisini tasdiqlashadi. Boshqa sanalar ham shunaqa. Masalan, ikkilari sekin harakatda bo'lgan, tushungisi kelgan, bo'ysungan, ikkilangan, tortinchoqligidan qarab turib muloyim, sekin harakatlanishdan mana shu sanasini so'rasam tasdiqlaydi. Ya'ni kuzatib turib ham bilsam bo'ladi, lekin sanasini so'rasam, o'sha nima deydi, aniqroq ma'lumot bera olaman. Shu o'rinda hozir menda yana bir savol tug'ilib qoldi-da, Anor opa. Hozirgi kunda shaxsiy va ruhiy rivojlanish yo'lida turli xil bir yo'nalishlar ko'payib bordi. Aynan bu psixologiyaga kirmaydi-ku, masalan, numerologiya, astrologiya, shu kabilar yana qadar kod ilmlari, boshqalar shu hisob bilan bog'liq, ya'ni sonlar bilan bog'liq, raqamlar bilan bog'liq. Mana endi savolim shundan iboratki, bu dinga qarshi chiqish bo'lib qolmaydimi? Masalan, hozirgi sotsial ilmi, siz faoliyat yuritayotgan ilm. Sotsial ilmi 181 ta davlatda o'zi qayd etilgan qonuniy ilm.
ustoz Jannat Qo'shimjarov уже Oxford, Garvardda deponirovать qilindi. Hozir shu Amerika Qo'shma Shtatlarini mana shu maktabdan baland o'quv joylarida dars berishga уже haq huquqqa ega bo'ldi. Bu ham уже shirk emasligini, ya'ni boshida aytsam Dubayda bizning trening institutimiz, Sutsay trening institutimiz Dubayda va bizni diplomlarimiz Dubay ta'lim departamentidan beriladi. Mana shuni o'zi ham bir shirk emasligini tasdiqlaydi bir tarafdan. Keyin agar tushuntirib bersam, Sutsay ilmi shu folbinlikmi shunaqa degan gumon savollar ham bo'ladi, bu tabiiy. Bu narsa o'zimda. Da. Aytaman, yo'q, biz odamlarning tabiatini aytib beramiz. Ruholog deb aytaman, logiya ilm fan, ruh ruhiyat haqidagi ilm fan degani. Masalan, biologlar, biologiya fanini mutaxassislari har bir o'simliklarni bilishadi. Qayerda o'ssa qanday hosil beradi, qayerga qo'ysa qanaqa suvni miqdorini berish kerak, qanaqa periodda suvni quyish kerak, qanaqa o'g'it berish kerak, ularni polni bilishadi. Mevalarini qayerda foydalansa bo'ladi, kim iste'mol qilsa bo'ladi, bo'lmaydi, tam zaharli o'simliklar, zaharsiz deganga o'xshab to'liq bilishadi. Masalan, zoologlar hayvonlarni yaxshi bilishadi, hayvonning tabiatini, masalan, itning tabiatini, oddiy asalarini tabiatini, sigirni tabiatini bilishadi. Sigirlar nima ovqat yeyishini, nimani berish mumkin, nimani bersa bo'lmaydi. Masalan, sigirga beda bersa bo'lmaydi, ichi ko'p ketadi. Bedani otga bersa bo'ladi. To'g'rimi? Mana shunday har bir hayvonning tabiatini bilishadi. Qanday muomala qilishni bilishadi. To'g'rimi? Har bir hayvonga qanday foydalansak bo'ladi o'sha hayvon nimadan, qanday ko'paytiramiz, umuman o'sha haqida yaxshi bilishadi. Biz Sutsay ilmi mutaxassislari ham biz ham xuddi shunaqa. Ruholog, ya'ni har bir insonni tabiatini bilamiz. Biz kechqurun kim bilan choy ichganini, ertasi kechqurun kim bilan choy ichmoqchi ekanligini bilmaymiz. Ya'ni gadalka deydi, folbinlik bilan shug'ullanmaymiz. Biz tabiatini aytamiz, xarakterini aytamizda, mana shu xarakteringdan, ya'ni qabul qila olmasligingdan, qaysarligingdan energiya yo'qotasan, energiyani yo'qotishning oqibatida pul yo'qotasan. Bu jarayonni birmadir tushuntirmasdan feelingdan pul yo'qotasan desam, folbinlikka o'xshaydi-da. Bir kompaniyaga borib, bir 3-4 kun master klass o'tdim. CTO, ya'ni tarmoqli marketing. Qarasam, har kuni kelgan odamlarning sanoqsonlarini bilaman, kuzatuvlarimdan xulosa chiqarimda, bu kompaniyada pul yo'q dedim. Desam, hammasi menga folbinmiding, Xudo biladi, sen bilarmiding, tudim-sudimda norozilik bildirishdi. O'zlaring bilasizlar dedim. Даже qiziqib ham nima uchun bunaqa deyapsan deb savol ham berishmadi. Endi men ketdim, aytganimday 5-6 oy bo'lgandan keyin u ofis yopildi, kattakon ofisi yopildi. Keyingi kompaniyalarda master klass o'tyapti, shuni tushuntirib berdim. Men shunday desam, meni folbinlikka yo'ydi. Aslida har kuni kelayotgan odamlarni kuzatdim, sanoq soniga qaradim. Ularning orasida sanoq soni 8 lar yo'q edi. Sanoq soni 8 larga 17, 8 va 26 sanalarda tug'ilgan, har qanday oyning mana shu sanalarda tug'ilgan odamlar kiradi. Ular moddiy dunyoni nazorat qilib, natijasini olgani kelgan. Ularning ruhi, tabiati shunday. 8 natija bor joyda turadi. Natijasi yo'q joyda hisobini qilib kelib, 1-2 kun qatnab kelib turib ko'radida, natija u bir pasda natijani biladi. Qobiliyati shunaqa, shunday yaralgan. Sirazi ketadi. Ya'ni ularning orasida 8 sanoq soni 8 ni ko'rmaganimdan aytganman. Meni itogi shunaqa deyishgan. Keyin kuldim. Bu kompaniyada sanoq soni boshida 8 turibdimi? Znash bu kompaniyada pul bor. Bu kompaniya nima deydi? Оборот, nima deydi? Ish jarayoni bor. Real pul bor, real natija bor kompaniya desam suyunishdi. Xuddi prognoz pogoda deydi, ob-havoni aytishadi. Ob-havoni qanday oldindan aytib berishadi? Har bir shamolni tezligini hisobga olishadi. Qaysi tarafga esishini, uni yillar davomida kuzatib, uskunalari bor, kuzatgan bilim tajribalari bor. Mana shu narsalarda hisobini olib, analiz qilib,
analitik qobiliyati bor odamlar analiz qilib turib, keyin mana shu kunda yomg'ir yog'adi, muncha kun yomg'ir yog'adi deb aytib berish. Xuddi shunaqa. Qoningizni analiz olishadi mediklar. Bir tomchi qonda o'sha leykositlarning hisobini qaraydi. Leykositlar ko'p bo'lsa, senda shamollash bor deydi. Men ham meditsina yaxshi bilaverdim, lekin nimani hisobiga bir tomchi qoningizdan sizga ana shu sizda shamollash borligini ili anemiya bor, qon kam. Siz boshingiz og'riydimi deyishi mumkin. Bir tomchi qoningizga minib turib uskunasida ko'radida aytadi. Boshingiz og'rimaydimi? Anemiya bor ekanda, temir miqdori sizda past. Boshingiz og'riydi, o'tirib turganingizda boshingiz aylanadimi? Deyishi mumkin-da vrach, to'g'rimi? Keyin u vrach folbin bo'ladi. Xuddi shunaqa narsa xolos. Tushunib yetsiz, sotsial ilmi ichiga qanchalik tushunib ichiga kirganingiz sayin mana shunday ekanligini bilasiz. Hech qanday folbinlik yo'q. Bilimlarga asoslanib, insonning tabiatini qarab, harakatlarini qarab, o'zgarishni xohlamasligi, o'sha ongining dasturida harakatlanishini ko'rib, axloqi, u ong dasturi ya shtrix kodida axloqi bitilganda, axloqda yurganda inson o'shani tashqaridagi odamlardan talab qiladi. Urishishi mumkin, talashishi mumkin, norozilik bildirishi mumkin. Keyin sen shunday xarakteringda shunday bo'lasan, bizsiz folbinga yo'yishadi. Afsuski unday emas. Yani prosta tabiatini aytamiz. Bilimga asoslanib, analiz qilib, точный aytish. Nima deydi? Точный aniq natijasini aytib berish. To'g'ri deb bilaman. To'g'ri aytasiz. Sababiki mana qon tahlili olinganda sizga javoblar chiqarib beradi. Qaysi birlarida misol uchun aytaylik, gemoglobiningiz 140, 135 juda ham yaxshi holatda ekansiz, yoki 100 dan pastga tushib ketibdi. Sizga darhol qonni ko'paytiruvchi, gemoglobinni oshiruvchi preparatlar kerak bo'ladi. Shuni nima deydi, muolajasini yozib berishadi vrachlar. To'g'rimi? O'tda ham o'sha siz aytganingizdek, u yerda ham raqamlar misolida ko'rsatilib berilyapti. Demakki, raqamlar ishlaydi va bu rostga ham o'xshaydi. Birinchi aytganda, men aytaman tashxis. Tashxisimizni folbinlik deyishadi. Men aytaman tashxis besplatno, bepul, lечение platniy deb hazillashib kulaman. Rost, ya'ni muammongizga nima deydi, muammongiz nima ekanligini tushuntirib berish, anglatib berish, tashxis, ya'ni bepul o'sha muammongizni yechim yo'llarini aytish o'zi bo'ladi. Sotsial mutaxassislari muammoni turtki sababini biluvchi hakim deyiladi. Hakim bu kasallik, muammoni shu tabiatida situatsiya, vaziyatni turtki sababini aytib beradigan odamlar. Masalan, nikohingiz noto'g'ri sanada bitilgan bo'lsa, u masalan krizis sanada, doimiy nikohingizda krizis bo'laveradi. Siz uni tushuna olmaysiz, birovlarni ayblaysiz. Turtki sababi nikohingiz sanasida shu bitilgan. Ya'ni raqamlar energiya ko'rsatkichi dedim. Energiya ko'rsatkichi, biz u energiyalarning ta'sir mohiyatini anglaganimizda, energiyalarni boshqarishni o'rganganimizda, avvalo energiyani tanib, uni boshqarishni o'rganganimizda biz muvaffaqiyatli bo'lamiz. Bu ham bir fizika, mana shu zoologiya, biologiya ilmlariga o'xshab, shu fanlarga o'xshash ilm deb o'ylayman. Men shunday deb tushunaman. Hech qanaqa folbinlik yo'q. Uning uchun agar shunchalik gumon qilsa, ichiga kirib o'rganinglar deyman. Masalan, Zakir Naik degan YouTube'da topsangiz bo'ladi. Mana shu islom dinining mutaxassisida, ulamosi, lekin boshqa dinlarni juda yaxshi biladi. Kitobini yoddan biladi. Ko'rgan. Yoddan biladi. Biz qo'rqamiz boshqa dinlarni o'qib turib, o'qib kitobni o'qib qo'ysa shirk qilib qo'ymayman deb qo'rqamiz. U kishi hamma dinlarni tushunib, endi hammasi degan balkim nimadir, dunyodagi katta dinlarni o'rganib chiqib, bizni dinimiz bilan qanchalik o'tadi qiyoslab, dokazat qilib, ya'ni dalillaydi-ku, что o'zini dini to'g'ri. O'shanga nima deydi? Erishgan odam. Men ham shuni aytaman. Agar shirkda bo'lasangiz, o'rganing, tushunib ko'ring.
bizni dinimizga qanchalik to'g'ri keladi kelmaydi o'zingiz xulosa chiqaring. Agar dinga zid bo'lganda Dubayda ochilmasdi trening instituti deyman. U yerdagi ta'lim vazirligi, Dubay ta'lim departamenti bizga diplom bermasa kerak edi agar shirk bo'lganda. O'sha ustoz aytadi, shu trening institut bo'lgandan keyin endi bizga shirk degan so'z taalluqli emas. Biz qonuniy nafaqat bu nima deydi Dubay nimasida SNG bo'yicha eng qonuniy organizatsiya deganda o'zbek tilida nima deydi? Eng qonuniy tashkilotimiz, eng qonuniy. Vaqt soati kelib hamma davlatlarda mana shu infotsiganlar terilib olib tashlanadi. Ana shunda bozorda biz qolamiz deydi. Sutsay coachlari qoladi. Anor opa, shu o'rinda hozir mana dedingiz, infotsiganlar dedingiz. Endi bizning mana shu O'zbekistonda ham info biznesda, ya'ni shu bozorimizda ham bor. Shunaqa mutaxassislar. Mana ko'pchilik men hozir aynan shu ta'lim yo'nalishida faoliyat yuritdim-da, info prodyuserman, info biznesda. Biz ko'ramizki, ko'pchilik noliydi. Men bu mutaxassisga kelib natija olmadim, natija bo'lmadi, qo'ymadi deyshadi. Men hozir sizni ilmingizni o'rganishga kirdim, ozgina ma'lumotlarni oldim o'zim uchun. Chunki qaysi mutaxassisni olib chiqaman, men ham o'zim bilishim kerak. Bu ustida shug'ullanish uchun menga 3 oycha vaqt ketdi sizni ilmingizni o'rganib chiqqanimcha. Hammasini deya olmayman, endi qisman boshlang'ich qismini ko'rib chiqdim va shunda o'ylab qoldim. Mutaxassislar boyaga aytganingizdek turli xil raqamlarda tug'ilishgan. Kimdir 3, kimdir 7, kimdir 8. Demakki 8 ga borib oilani qanaqa yaxshi qilishi, aytaylik ayollarda ko'proq shunaqa mavzu yuradi, ayollikka ochilish yoki nimalardir yurmas ekanda. Demak, agar maqsad qo'yish kerak bo'lsa, qaysidir raqamga borish kerak. To'g'rimi? Maqsad to'g'ri qo'yilmayotgan bo'lsa, maqsad qo'yish mexanizmi bo'lgan va maqsad qo'yishni bilgan qobiliyati bor odamlar soni to'rlar ana shunday. Hali siz aytgandek, mutaxassis ustoz aytadi, bilib ol bilimni, bilmay olsang zahar bo'ladi deydi. O'shaning uchun men sizga boshida tanishib telefonda gaplashganimizda ham aytganman. Diplomlarimni tekshiring, qayerda o'qiganimni tekshiring, ustozimni tekshiring. Meni tekshirsam men suyunaman. Sababi o'zimga ishonganim va ustozimga ishonganligimdan, ustoz Janob Kazimjarovday odamni shogird ekanligimdan faxrlanaman va juda ham yuqori hurmat emas, mehrim bilan. Ne только biz hurmat bu nima deydi, e'tibor talablik. Avot mehr, sevgi bu o'zi energiya. Biz ustozimizdan faxrlanamiz va sevamiz ustozimizni. Avot ayollar nima deysiz, ayollik energiyaga ochilish bu nimada? Ustoz aytadi, sen ishonchingni, bu yerda ishonchlaringni, axloqingni o'zingni tushunib, ishonchlaringni o'zgartirmaguncha hech qanday amaliyotlar yordam bermaydi deydi. O'zingni anglab, o'zingni ishonchlarni kelib chiqish ham 8 ta manbai bo'ladi, nima? 8 ta manbaydan keladi, 2 ga bo'linadi, ya'ni sotsial jamiyatdan kirgan, ikkinchisi intuitivni, ya'ni tabiatdan berilgan, ya'ni tug'ilgan kun oyimiz, sana sonimiz, missiyamiz, sfera degan raqamlar bor, ism, familiyamiz, mana shulardan keyin shaxsiy oyimiz, yilimiz, kunimiz bo'ladi. Umuman shaxsiy yilimizdan, mana shulardan kelib chiqadi ishonchlar. Bugun teskari toningni kiyib olsanmi, bugun boshqachamisan deyshadi. Ya'ni kunni energiyasi almashganda biz kecha bo'lib diplomatichroq bo'lib qolgan bo'lsak, bugun sal egoistik bo'lib qolamiz. Maqsad haqida ham aytdingiz. Maqsadni biz shaxsiy kunimiz, oyimiz, yilimizga qarab qo'yamiz. Zamonaviy odam deganda shaxsiy kun oy yilini bilgan odamni aytadi. Biz esa zamonaviy deganda biz zamonaviy kiyingan odamni ko'proq shuni bilamiz, shunday tushunamiz. Zamonaviy odam o'zini kunini, ya'ni o'zini vaqtini bilgan odam. Shaxsiy yil, oy, kunini bilgan va ana shu kunga qarab turib, vaqtiga qarab turib maqsad qo'ya olgan odamni aytamiz. Shunday ilm bo'yicha. Shunday. Agar ayollik energiyasini ochishda desangiz, ayolning ayoli ikkilar bo'ladi, 2 raqam.
ikki energiya, ayollik energiyasi. Ikkini yozilishini qarasangiz bosh egilgan, Va u go'zal. suv, Ikki bo'lsa ham. suv xarakteri suvga o'xshash bo'ladi. Qaysi idishga qo'ysangiz, o'sha idishni formasini olish, egilish, tushunish, tinglash, bo'ysunish va farosatga yaqinroq, ya'ni tushungisi keladi nafsi sana-soniga keladi. Har qanday sana-soniga ega bo'lgan ayollar mana shu qobiliyatni o'zida o'stira olsa, ayollik energiyasi mana shu ikki energiya. Ya'ni bo'ladi. baxtga erishadi. Demoqchisiz, Ikki energiyasini o'zlarida tarkib rivojlantirsa, tortirsa. bu endi coaching darslarida etapma-etap tushunish bilan keladi. Avvalo o'zini anglash, o'zida bor qobiliyatlarini bilish, yo'q qobiliyatlarini bilish, bu bor qobiliyatlarni o'z joyida ishlatgandagina, ya'ni proforientatsiya deydi rus tilida, o'zbek tilida o'zini qobiliyati bor joyga tushib ishlaganda, faoliyat yuritganda, shu bor qobiliyatlarini ishlatganda o'sadi, yetishmaganlar ishlab chiqariladi va ruhning istagini amalga oshirish, ya'ni o'sha o'z o'rni. Ruh ko'tarilganda inson, ya'ni energiya ko'tarilganda pul, moddiy dunyosi yangi o'ringa, ya'ni ko'payish bo'ladi. Pul energiyaga keladi va energiyani ko'tarilishining birinchi talabi shu ruhning istagini amalga oshirish, proforientatsiyasiga tushish, qobiliyati bor joyda ishlash. Mana shu birinchi nima deydi, birinchi talab, muvaffaqiyat, shu baxt yo'liga birinchi talab o'z o'rnini topish. Sutsa ilmi mana shu insonlarning tabiatini aytib, o'z o'rnini topishga yordam beradi. Shu Mana hozir sana-son haqida gapirdingiz va missiya raqamlari haqida gapirdingiz-da. Mana shu inson, har bir inson o'zini missiyasini bilsa va o'shanga yarasha, men demakki shu missiyada kelibman, aytaylik men olamga ilm ulashaman deb kelgan bo'lsam va mana shu maqsad yo'lida harakat qilsam, meni yo'llarim ochilishi va bunga menga Xudo quvvat berishi, energiyalarim to'g'ri taqsimoti bo'lib, aytaylikki jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi va daromadiga ham ega bo'lishi, hurmatiga ham ega bo'lishi va muvozanatni saqlashi mumkin ekan, to'g'rimi? Uyg'unlikda. Mana ko'pchilik so'raydi-da, maqsad bilan missiya haqida so'rashadi va qalb kasbi haqida juda ham ko'p so'rashadi. Psixologlardan o'qishadi, meni qalb kasbim, men xursand bo'lgan soham bu meni qalb kasbim deyshadi. Shunga ham siz bir o'zingizni javoblaringizni, fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Qalb kasbi degani ruhining istagini amalga oshirish va missiyasiga qarab turib, o'sha proforientatsiyasi shu qalb kasbi degan talabga to'g'ri keladi. Masalan, o'zimni misolda keltiradigan bo'lsam, meni sana-sonim 2, missiyam 6. Missiya 6lardan ijodkorlik va psixologiya, psixologlar chiqadi. Sana-soni 2lar tushunish energiyasini olib yurgan, nafsi tushunishni istagan, ruhi esa muomala qurish orqali amalga oshadi ruhining istagi. Endi meni ruhim bu dunyoga muomala qurish uchun kelgan ekan. Missiyam 6 komfort, sevgi, muhabbat bo'lsa, komfortli muomala qurishga qobiliyati bo'lgan, kompetentli qobiliyati bo'lgan odamman. Ana shu joyda bilimga ega bo'lib, shu joyda xizmat qilishim kerak. Mana shu meni qalb kasbimga to'g'ri keladi. Ya'ni meni daniylarim, shtrix kodim, kod dushi, ya'ni ruhimning kodi mana shunga to'g'ri keladi. Mana shu joyda ishlab xizmat qilganda ruhim shod bo'ladi, deydimi? Ruh ko'tariladi. Qanchalik ruhim ko'tariladi, qanchalik realizatsiya dushi ko'tarilgan sayin menda moddiy dunyom ko'tariladi. Ya'ni pul energiyaning natijasi, mana shu qalbimiz istagini amalga oshirganimizda pul keladi. Shu qalb kasb mana shu missiya harakatlarimiz ko'rsatkich raqamida bitilgan. Endi maqsadga kelsak, maqsad har kuniga, oy, yiliga qo'yiladi, deydimi? Endi men 2-6 bo'ladigan bo'lsam, отношения, muomala bo'yicha psixolog bo'la olaman. Bu yil meni shaxsiy 4-yilim, maqsadlarni amalga oshirish, mistik raqam, mistik raqam. Agar plusda bo'lsam, energiyam doim pozitivda o'xshaydigan bo'lsam, mistik yo'llar bilan maqsadim tez amalga oshib ketaveradi.
agar norozi bo'lib, qoniqmaslik his qilib, to'rt raqamida, to'rt energiyasida shu narsa bor edi. Minusga tushsa mistik yo'llar bilan orqaga, ya'ni yo'qotishlarga uchramaydi. Ya'ni men o'zimni yelimni, kunim oyim yelim bilib, ana shunga qarab harakat qilib, ana shunga qarab maqsad qo'yib turib, oliy maqsad degan narsa ham bor. Oliy maqsad sotsial ilmida bu dunyoga kelib har bir insonni birinchi qiladigan vazifasi, maqsadi ongini rivojlantirish, ongida yetishmagan qobiliyatlarni ishlab chiqarish. Mana shu maqsad bo'lishi kerak. Ongida yetishmagan qobiliyatlarni ishlab chiqarish faqat birovni muvaffaqiyatiga sababchi bo'libgina o'z o'rnini topib, birovni muvaffaqiyatiga sababchi bo'libgina muvaffaqiyatga erishamiz. Ya'ni yetishmagan qobiliyatlarni ishlab chiqara olamiz. Muvaffaqiyatga boshqa yo'l yo'q deydi. Mana shu oliy maqsad bizda. Bizni shunday shu maqsad bilan ustoz Jannat Qo'shimzorov o'rgatib, o'qitib chiqaradi. Ya'ni bu dunyoda qadrli bizni jonimiz, bu dunyoga kelib qiladigan ishimiz birinchi ongimizni rivojlantirish. Ongimizni rivojlantirishni xohlasak, o'z o'rnimizni topib, xalqqa xizmat qilib, birovlarning muvaffaqiyatiga sababchi bo'lib, muvaffaqiyatga erishish. Mana shu oliy maqsad. O'ylayman, savolingizga javob oldingiz. To'g'ri, yana bitta ustozim aytadilar-da. Portugaliyada yashaydilar, Dildorajon. Ular ham aytardilar, ular bilan tanishibmizki, mana 3 yil bo'lgan, hayot xizmatida bo'ling, hayot xizmatida bo'ling deb o'zlarining auditoriyalariga shu jumlani juda ham ko'p takrorlardilar. Hozir mana siz bilan gaplashib o'tirsak, siz ham xuddi shu narsani aytyapsiz-da. Ya'niki birovlarning muvaffaqiyatiga sababchi bo'lsangiz, o'zingiz muvaffaqiyatli bo'lasiz. Ya'ni birovga yaxshilik qilsangiz, birovni yo'li ochsangiz, sizni o'zingizning yo'lingiz ochiladi. Yordam bera olsangiz, o'zingizni qobiliyatingizdan kelib chiqib. Qarang, missiya raqami mana ikkinchi hisoblagan missiya raqami 33 yoshdan keyin yonadi-da. Inson 33 ga kirgandan keyin 70% energiyasini yo'qotar ekan. Harakat energiyasini yo'qotar ekanda, natijasi oz bo'ladi. O'sha yo'qotgan energiyasini to'liqlash uchun birovlarning muvaffaqiyatiga sababchi bo'lib xizmat qilganda o'z o'rnini topib kompensatsiya bo'ladi. Men birovning muvaffaqiyatiga sababchi bo'lib xizmat qildim, u menga rahmat aytdi. Hatta og'zida aytmasa ham o'ylaydi men haqimda, rahmat Anor xonim, shu konsultatsiyasidan, shuni maslahatidan shunday chuqurlikdan muammodan chiqib oldim deb. Prosta u xayoliga kelganda o'ylasa, mana shu благодарность, rozilik bilan, minnatdorchilik bilan eslaganda menga energiya keladi. Bunaqa odam bitta bo'lsin, 10 ta, 100 ta, 1000 ta bo'lsa, meni yo'qotgan energiyamni to'liqlaydi, kompensatsiya bo'ladi. Ongimda yetishmagan qobiliyatlarni ishlab chiqarish qancha ko'p bo'lsa, shuncha tez bo'lishi mumkin. U meni harakatim, xizmatimga qaraydi. Ya'ni olamning yaratilish qonunlaridan biri bumerang qonuni. Shu qonunga asoslanib, biz olamga nima bersak, ana shu keladi o'zimizga. Inson bu sotsial ilmida o'zini sevish, ya'ni ongini tartibi, mana shu narsalar, tushunchalar bor. O'zini sevgan odam birovlarning muvaffaqiyatiga sababchi bo'ladi, ya'ni olamga faqat shu yaxshilikni beradi. Biladiki, u o'ziga qaytadi. Shu o'zini sevgan inson ongini tartibda ushlaydi va birovlarning muvaffaqiyatiga sababchi bo'ladi va mana shu qaytib o'ziga keladi. Shu bizda oliy maqsad. Oldinlari bir 90-yillar, 80-yillar aytaylik, bir 2000-yilga yaqin vaqtlarda, davrlarda insonlar bir oldinda faqatgina bitta sohani egasi bo'ladi, bitta diplomga ega bo'ladi va shu orqali faoliyat yuritadiki, o'sha pensiyaga chiqib ketgunicha. Hozirgi kunda ahamiyat beramiz, misol uchun ta'lim sohasidagilar boshqa ijod sohasiga yoki ijoddagilar ta'limga, har qanaqa sohalarni almashtirish mumkin bo'lib qoldi. Demakki, bu shu siz aytgan missiyani yonishimi, demakki, har bir kasbga, qaysidir yo'nalishga inson bekordan bekorga yoki bejizga kelib qolmasligini bir ko'rsatkichi, to'g'rimi? Ha, missiyamiz, ya'ni bu dunyoga kelib qiladigan ishimiz, ya'ni harakatlarimiz ko'rsatkichi. Missiyamiz yondimi 33 yoshda biz tor koridorga
tushib qolgan odamday faqat shunday harakatlanib qolamiz. Boshqacha harakatlana olmaysiz. Missiyamiz yongicha nimani o'ylasak shuni qilib harakatlarimizni o'zgartirishimiz mumkin, boshqacha harakatlanishimiz mumkin. Lekin missiya yonishi bilan faqat shunday mana shu raqam ko'rsatkichi bo'yicha axloq yonadi. Mana shunday bo'lishi kerak. Ana shunda inson o'zgarib qoladi-da, kasbini o'zgartirishga intiladi. Yaxshi yashagan odamlar urushni boshlaydi oilada. Ya'ni inson o'zgarib qoladi. Oldin boshqacha harakatlanganda, endi boshqacha harakatlanib qoladi. Masalan, men sanonim 2 bo'lsa, ilgari tushunib ma'qul deb hammaga ko'navergan odam bo'lsam, vaziyatni tushunishga harakat qilib ko'navergan bo'lsam, 6:33 dan keyin o'zi oltilar o'zini o'ylaydigan, o'zini sevadigan odamlarda 6 raqami menda yonganda 6 energiyasini 30% menga beriladi va faqat oldidagi harakatlanib qolamanda o'zim haqimda o'ylab qolaman. Ilgari 2lar bosh egib energiyasini birovga sarflaydigan odamlarda, bosh egib birovga energiyamni ko'p sarflagan bo'lsam, o'zi 6 yongandan keyin o'zimni komfortimni, o'zimni qulayligimni o'ylab qolganman. Ya'ni oldingidek birovga energiyamni unday sarflamayman. O'zgarib qoladi. Xuddi shunday boshqa raqamlarim shu missiyasi yonishi bilan o'sha missiyasini raqamiga qarab turib energiya o'zgaradi-da, shunday harakatlanib qoladi. Ya'ni harakati o'zgarib qoladi. Masalan, 2 bo'lib 7 mahallingizda tezlik baland bo'ladi. Shart tavakkalchi tez ishni bajargan bo'lasiz. Быстрый realizatsiya dedimi? 7larni nafsi tez amalga oshiradi. Men bularni hazillashib kulaman. Aladinni shamchirog'idagi jin. Ya'ni bitta ish qilasa, ya'ni bir marta aysang sirroz paydo qiladi oldingda. Qo'rqib ketasan, unchalik tez amalga oshirdi deb. Ya'ni shunchalik tezlik va energiya kuchliligidan. 33 yoshdan o'zi yugurib ketayotgan odam tezlik riski to'xtab turib, ikkilanadi, to'xta, tushunib olay, muomala qilish kerak, muomalaga qiziqib o'zi harakatlaringiz o'zgarib qoladi. Analiz qilsangiz, bunday yoshingizda shu narsa borligini tushunasiz. To'g'ri. Keyin o'sha psixologiyaga qiziqib, psixologlarga qiziqib, soni 7larda aytdim-ku, ekologichность odamlarni ajratish, pokiza, halol, harom, ya'ni diniy termin bilan aytganda, ya'ni ilmiy termin aytganda ekologichni ajratish bo'ladi. Meni qadrlaydigan, qadrlamaydigan. Missiyangiz 2 bo'lganda siz psixologiyaga qiziqib qolgansiz, psixologlarga qiziqib, tushungingiz kelib, muomalalarda va ongingiz ekologichni narsani izlaganda, harakatlaringiz psixologiya va tushungingiz kelganda, siz ekologichni psixologiya bilimlarini izlagansiz. Ya'ni ekologiya что ziyoni yo'q. Tim bo'la 25-7 bo'lsa, 5 bo'lganda foydali, halol, foydali bilim bo'lishi kerak psixologiya. Mana shu, ya'ni kriteriya deydi rus tilida, mana shu talablar bilan izlagansiz. Hozir ham shunday izlaysiz-da. 33 dan keyin shuni izlay boshlagansiz. Shunaqa. O'sha aytib o'tganimdek boyagi ustozim Dildora Jumanovani sizni ko'rdim, qarasam toza kirib chuqurlashmasligini ma'lumotlar olishga harakat qildim. Meni ham shu maqsadimki, O'zbekiston bozorini, ya'ni o'zbek xalqimizga to'g'ri ilmni, ya'ni ekologik toza ilmni beradigan ustozni taqdim etish. Meni missiyam shunaqa, oliy maqsadim. Chunki ko'rdimda har qanaqa yig'lagan ayollarni qiynalishgan kurslarga kelyapti, foyda yo'q, natija yo'q, qiynalishlar, chuqurlashgan uchun, shuning uchun ularga oson bo'lish uchun, yaxshi bo'lish uchun va toza ilmni yo'qishi uchun toza ilmga ega ustozlarni topish harakatida yuribman. Sizga missiyam aytganimda kulgan edingiz, siz hamma birinchi. Voy, dedingizda. Men oldindan o'sha masni bilaman-da. Ongini raqamiga qarab turib, shtrix kodiga qarab bilaman-da, og'zidan chiqqan so'zini qarab, shular chiqadi deb kuzatib turaman-da. O'shaning uchun jilmayib kulaman, aytsa. Вот yig'lagan ayollar degan so'zida eslab ketdim. Mana shu natija ko'rmasdan, pul to'laydi, natija ko'rmay norozi bo'lishi mumkin. Sababi bu boshqa ko'chlar
men shu natijaga erishdim, sen ham natijaga erishasan deb o'zini hayotiy tajribasi, o'zini olgan bilimlari asosida konsultatsiya ila shu bilim beradi. Assotsiatsiya ilmi o'sha boshqa psixologiya yo'nalishidan farqi shuki, individualniy podxod, o'ziga xos muomala deydimi, o'ziga xos ma'lumotni beramiz. Ana shunda natija bo'lishi mumkin. Qarang, masalan, Sanoqsoni ikkilarga egosiga urg'u berishni, ya'ni men deb boshini ko'tarib, birovga egilib, birovgagina energiya sarflamasdan men deb boshini ko'tarishni o'rgatamiz. Manmanlikni 1ga, 7ga, 3larga, naborot tushishni, 8larga dimoqdorlikdan tushishni, aynan mana shu xarakteringizdan minus topishingizni aytamizda. Sizlar shunday bo'lasizlar, shunday bo'lasizlar, xaraktering shunaqa, tabiating shunaqa deb tushuntiramiz. 2ga esa kuchaytirish kerak egoni. O'zingni haqqingni ham talab qil, boshingni ko'tar, men deb ya'ni adolatli o'zini hisobini ham birovga sarflab yuboradi-da, boshini aytganda. Menga ham bo'lsin, senga ham bo'lsin deb adolat, ya'ni 3 tay harakat qil deb aytamiz. Va oltin o'rtalikni oltin o'rtalikni, ya'ni adolatni 3 tay, 3lar adolat, meniki seniki deb ajratmaydi. Hammaga birdek adolat harakatiga yarasha nimasini, o'zini miqdorini, ya'ni dozasini deydi, o'ziga harakatiga qarab turib, pulini olsin, adolatli olsin deydi. Mana shuni deb o'rganish kerak. Bo'lmasa ko'p energiya sarflab, tushunib quvvati qolmay qolganda paralij bo'ladi. Aqli paralij uchraydi. 2. Ya'ni oqibati shunday bo'lishini aytamiz. Masalan, 3lar takabburligidan o'zim bilaman, o'zini aqlli, nadmennost deydi rus tilida, o'zini hammadan aqlli bilishi, eshitmasligi, o'zim bilaman deyishi, qaysarlikdan ham kasallik va mana shu muvaffaqiyat yo'lida mana shu xarakteri minus olib kelishini aytamiz. Sen 2day bo'lib boshingni egib eshit, o'q, kamtarinlikni rivojlantir deymiz. 2larni qaragin, qanchalik bo'ldi. Ma'qul deb eshitadi, tinglaydi. Ana shu qobiliyatni o'stira olsang, ya'ni senda yetishmagan qobiliyat. Ana shuni o'zingda takabburlikni, ya'ni egongni surib qo'yish, shuni rivojlantirsang, ko'p muvaffaqiyatga erishasan deymiz. Masalan, 7lar tez amalga oshirish, o'ylanmay intuitivni fikrlash bo'ladi, tezlik bo'lganda ularga aytamiz, boshingga energiya yetkazib, olamni yaratirish qonunlarini o'rganib turib, 6day donishmand bo'lib, hayotni tushungan donishmandlik 6larda bo'ladi. 6day donishmandlikni yondirish emas, haqiqiy o'rganib, mana shu qobiliyatni o'shanga erisha olsangiz, 8day disiplinirованный, ya'ni tartibda harakat qilsangiz, ko'p muvaffaqiyatga erishasiz deb ularga bunday konsultatsiya beramiz. Har bir insonga individualniy podxod deydi, individualniy yondashamiz. Hammaga bu birday nima ma'lumot o'tmaydi. Masalan, oddiy Robert Kiyosakini Boy otam, kambag'al otam kitobi men o'qiy olmaganman. Hech o'qib tashaverganman. Missiya tur qizim bir o'quvchim o'qiy olmaganman deydi. Bizni ongimizni programmasiga, dasturimizga to'g'ri kelmaydi-da. Ular faqat 8 ga to'g'ri keladi. Mana shunday fikrlasangina pul topasan deydi-da. 8lar faqat ishlab, mehnat qilibgina natijaga erishsa bo'ladi deb o'ylaydi. Uning programmasida. Pul esa energiyaning natijasi. Oldin umuman unday fikrlamaydi. Oldin rohatlanib ijod qilganda katta pul topishi mumkin. Leonardo da Vinci hali Gioconda asar. O'shani rosa mehnat talada ketmon chapgan deysiz. Qobiliyati bor, ijod ruhi, ijodkorlik orqali ruhining istagi amalga oshadi oldini va shu ijod qilgan asari qanchalik qimmatbaho. Ya'ni pul
energiyaning natijasiga. Hozir menga Anor opa shu o'rinda bitta narsa qiziq bo'lib qoldi-da. Raqamlar haqida gapirayotganingizda. Mana masalan men bilaman bir nechta insonni tug'ilgan kuni meniki bilan bir xil, tug'ilgan oyi ham xuddi shu, tug'ilgan yili ham xuddi shu. Lekin biz tamomila boshqa insonlarmiz. Buni sababi qanaqa? Menda bor qobiliyat ularda yo'q, ularda bor, menda yo'q. Lekin bir xil tug'ilgan hamma chizolarimiz, raqamlarimiz. Juda ham o'rinli savol. Bunga qanday javob beramiz? Masalan, egizaklar. Bir xil kunda tug'ilgan, bir xil danlilari desak, ikkalasi ikki xil natija. Nima uchun? Birinchi sabab kundalini energiyaning miqdori. Masalan, Fatima Zuhra deydigan bo'lsak, Fatimasi tanasini ustida ishlaydi. Har kuni kundalinisini ko'taradi va bir joyga borib o'qisa, olgan ma'lumotni kundalini energiya yuqori bo'lganda 5 ta his qilish organi ochiladi. Ko'zimiz, burnimiz, og'zimiz, qulog'imiz, terimiz o'sha ochilganda ma'lumotni yaxshi chaqadi. Boshimizdagi qobiq osti qismi yaxshi ishlaydi-da, oladi, uni amalda bajargan bo'lsa, muvaffaqiyat bir pog'onaga ko'tariladi. Ikkinchisi tanasini ustida ishlamaydi, kundalini miqdori past, o'qigan bilimlarini yaxshi chaqmaydi, amalda bajarmaydi, natijasi boshqacha. Past bo'ladi. Mana shunga qarab, keyin ismlari boshqa bo'ladi. Ana shu ham bir sabab. Ishonchlari. Biri borib boshqa bir institutda o'qiydi, boshqa kitoblarni o'qiydi, bunisi boshqa institutda boshqa kitoblarni o'qiydi. Kerak bo'lsa boshqa dinni qabul qilishi mumkin, bunisi boshqa dinni qabul qilishi mumkin. Boshqa kinolarda ko'radi. Mana shulardan ishonchlar, mana shu manbalardan ishonchlarni to'playdi-da va ishonchlar bizni boshqaradi. Har xil natija bo'ladi. Oddiy misol, bir salonga bordim. Meni dannemdagi odam menga orqa-orqa parallelni orqa-orqa mijoz bo'lib qoldi. Meni уже bitiryapti sochimni. Haligi ayol 8 ga yozgan ekan, men 9 ga. U kelmagan, men 9 da vaqtni keldim. U kechikib qolib, vaqtini o'tkazib borgan. Meni bitayotgan mahalda keladi, tezroq bo'ling deb, tinmay qistaydi. Keyin o'sha joyda qistayvergandan o'zaligi nima deydi, asabga tegadigan darajada bo'ldi. Meniki asabim o'ynamaydi. Men o'zim miqdorini hisoblab turib, tug'ilgan kuningizni bilsak bo'ladimi desam, aytdi. Menikida qadanli. Lekin mashina besabrlik qilyapti. Hacha sanasonikilar eng sabrli odamlar. Nima uchun bunday harakat qiladi? Eshitib turdim, keyin u salonchi qiz mutaxassis sochimni yaxshi nima dedi, oxirigacha yaxshi qilmadi. Men norozi bo'lib turibman, lekin mayli, har ish bo'lsa yaxshilikka. Nima deydi, borgan joyimizda boshqa rakursda suratga olsa, yopsa bo'ladigan. Bu nima deydi, operatorda nimasidan ham mahoratiga qarab ham yopib tashlasa bo'ladi. Asabimda kuchli bir yomon ta'sir qiladigan basda. Mayli ko'z yumdimda, keyin o'sha paytda taksiga 1,5 soat kutishga vaqt bo'lib qoldi. U qizni bitkichayin ham hali norozilik, haligi rus tilida aytganda varchak deydi-yu, hali noroziligini bildirib turibdi-da. Qildirdi, pulni tashladi, chiqib ketdi. Keyin masharim qayrib qo'yasizmi? Men sizni tushundim. Xijolat bo'ldingiz, hali nimada hajasiz bu yerda gunohkor bo'ldingiz, lekin xijolat bo'lib meni sochimni oxirigacha qilmaganingizni bildim-da. Xudoyim shunday qildiki, oxirigacha vaqt berdi. Qildirib oldim. Keyin gaplashdik. Ya'ni ekspres konsultatsiya berib men qildim. Mana shu joyda aytmoqchimanki, mendaqadan lekin ikki xil harakat qilyapti. Men hacha явно meni vaqtim. Men bitgandan keyin u odamga o'chirit deyish kerak navbat. To'g'rimi? Bu yerimni bitiring, keyin deb qaysarlansam bo'ladi. Siz kechib qoldingizmi? Kutib turasiz. Masalan, 8 da chiqmadingiz desam bo'ladi. Indaganim yo'q. Ma'qul dedim. Ma'qul deb qabul qilganim uchun men xohlagan bo'ldi. U xotin va даже qilayotganda ham norozilik bildirdi. Bu bilim, ishonchlari boshqa. Menda sutsay bilim bor, vaziyatni qabul qilish unga nisbatan bor. Unda yo'q. O'sha yerda aytdim, psixologga qobiliyatingiz bor desam, ya'ni hali salonchi mutaxassis qizimiz, oy, hali ruslar aytganda bois это не так deydi-yu, ya'ni unaqa bo'lmasa kerak deydi. O'zi ham shuni shuhba qildi. Unaqa bo'lmasa ham kerak deydi. Sababi vaziyatni qabul qilmay norozi bo'layotganini ko'rib turibdi-da. Prosta bilim yo'q dedim.
Missiya oldilar cheksiz komfort, qulaylik xohlaydi. U tushganda qulaylik bo'lish kerak. Sirazi buni irg'itib olib turib, bu kishinigina ishini bitirish kerak edi. Talabini bajarish kerak edi. Unga qulaylik bo'lmay qolgani uchun norozi bo'ldi. Ya'ni 6 raqami ozgina diskomfortga ham riskga emotsional reaksiya qiladi. Hali kim tish og'rigan deyman. Tishini nervi ochilib qolsa, ozgina suv ichsa ham zit deydi, ozgina sovuq suv ichsa ham zit deydi. Ana shunday diskomfortga mana shunday reaksiya qilishadi. Ong dasturida mana shunday reaksiya qiladi. Menda ham ichimda bo'ladi-da, lekin nima deyman? O'zimni nisbatan kontrol qilib, men o'ylagan, men xohlaganday bo'lmaydi. Xudo o'ylaganday, Xudo xohlaganday, ya'ni qanday vaziyat bo'lsa, shunday bo'ladi. Men qabul qilaman. Deymanda, indamay bir joyda shu 4 ga o'chirib bo'ldi-da, bu. Rosa talpada turtib borib olib turman. Men o'zim turtinib kiringanim yo'q. Ozgina to'rtdan qolsam nima? Lekin hamma yerda men ham yeb qo'yaverib o'ylanib kirsam, hali birovlarni turtmasdan qolsam ham bo'lardi degan fikrim bor-da o'yin. Mana shunday men oldimga bittasi mashina hali berib turibdi-da. Keyin nima deydi, nafsizlar orqasidan yugurib, talab qilib, urushib, kurashmaganligim uchun ham tez kelib qoldim. Ya'ni mana shu egizaklar bir xil danaga ega bo'lgan odamlarni ikki xil bo'lishi, ya'ni ikki xil harakatlanishi ularning ishonchlaridan va kundalining miqdoridan. Qanaqa oiladan katta bo'lgani, qanaqa jamiyatda katta bo'lgani bular ishonchlar, qanaqa ishonchlarni to'plagan. O'zini axloqini tushunib, o'zini energiyasini boshqarganda o'zi harakatlari bo'li tartibli deydimi, bo'li muvaffaqiyatli bo'ladi. Ana shu joydan farq qilishadi. Shunday. Demakki, hozir to'g'ri tushungan bo'lsam, o'sha turli xil oilalarda bo'ladi-ku. Men aytdim, hozir xuddi o'zim chesloyimdagi tanishlarim bilaman. Hattoki tug'ilgan kuni, oyi, yili bir xilmiz. Lekin xarakterlarimiz tamomila boshqacha. Xarakterlarimiz umuman tamomila hayotda erishgan muvaffaqiyatlarimiz yoki bir har xil pog'onalarimiz har xil demoqchiman-da. Bunga demakki o'sha yashab katta bo'lgan oilasi va ota-onasi ham sabab bo'ladi, to'g'rimi? Ota-onasini danlilar, ya'ni qanaqa oila platformasida katta bo'lgani, jamiyati, ya'ni o'sha tanasidagi energiyani qanday aylanishiga, kundalining miqdoriga bog'liq. Masalan, siz nima uchun men bo'lim muvaffaqiyatli, men jur'atliman, ular unchalik jur'atli emas. Bir narsadan qo'rqib, bir tanasida blok energiya aylanishiga blok bo'lgandir. Masalan, men aytaman, egizaklar biri toqqa chiqib ilondan qo'rqib qoldi. Bo'ldi, qaytib ilonga yaqinlashmaslik bo'ladi. Bu ilon haqida men ko'rmagan, keyin qayerdadir bir ma'lumot keldi. Ilonni tutib sotsang, mencha pul beraman dedi. Keyin ilonlar turganadi, nima qiladi, tutishdi. Ilonga yaqinlashga nima deydi, blogi yo'q, qo'rquv yo'q. Ilon tutib sotib, mashina muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Bu umuman yaqinlamay qolishi mumkin, ya'ni qo'rquv borligidan. Qo'rquv hamma qobiliyatni blok qiladi. Energiyani tushirib yuboradi. Mana shuni deb ikki xil ko'rinishga ega. Jur'at bo'lmaydi, o'zini qobiliyatini namoyon qilishga, odamlarning fikriga bog'lanish bo'ladi. Ayniqsa ota-onasi uyat bo'ladi. Unaqa qilma, doimiy qo'liga urib, tars urib turib, chiqqan novdasini putab turgan bo'lsa ham qobiliyati o'smay qolgan bo'ladi. Tanqid ostiga olingan tanqiddan ya'ni загонять в рамку deydimda, ramkaga o'zini ko'z qarashi bo'yicha ota-ona o'zini nimasiga, ramkasiga solaverib, shuni blok qilib qo'yishi mumkin. Mana shulardan insonlar har xil bo'ladi, lekin tabiati birdek. Vektor egasi bir xil bo'ladi. O'sha sanada tug'ilganmi, ana shunday tabiati bir xil. Masalan,
quyon tabiatdagi hamma degan bo'lsam kimdir jur'atli quyon bo'ladi hali ну погоди degan multikda zayt volk deb temir quyon bo'ladi hali boksga chiqqan kuchli quyon bo'ladi shunga o'xshab lekin hammasi bir xil quyon tabiatdagi odamlar agar o'sha sanada tug'ilgan bo'lsa deb tushuntirish uchun shunday misol keltirib aytaman. Anor opa, shu o'rinda bir savol tug'ilib qoldida. Mana hozir ko'p narsani tushuntirib o'tyapsiz. Yuqorida misol uchun bizneslar haqida ham, ya'ni o'sha qaysidir sanoq sonlar yoki missiyalar yig'ilishi ham shu biznesni yaxshi bo'lishi yoki tamomila yo'q bo'lib ketishi, inqirozga yuz tutishlari haqida ham aytdingiz. Endi savolim quyidagichaki, bu sotsial ilmi, ya'ni sotsial psixologiya orqali, raqamlar orqali inson hayotini har bir jabhasini tizimlashtirsa bo'ladimi? Aytaylikki oila, aytaylikki shu munosabatlar, aytaylikki biznes, sog'liq, hayotini har bir sferasini raqamlari orqali qaysi biriga nima ahamiyat berish kerak, qaysi joyda qanaqa ish qilish kerak, bular haqida ham bir konsultatsiyalar yoki qanaqadir bir ilmlar bormi? Sotsial ilmi hayotning, siz aytgandek, hayotning hamma jabhasida foydasi bor. Hamma jabhasida kerak bo'ladi. Biz shaxsiy o'sish va biznes bo'yicha konsultantmiz dedim. Oxirgi mana bu yillarda ustoz ko'proq biznes bo'yicha ko'p ma'lumotlar beryapti. Biznesda qanday foydasi tegishi mumkin? Qo'l osti, ya'ni kadrlar, qo'l ostimizdagi boshqaruvchi bo'lib qolgan bo'lsak, shu odamlarimizni proforientatsiyasi bo'yicha qo'ysak, ya'ni o'zini qobiliyati bor joyga qo'ysak, KPD, ya'ni foydali ish koeffitsiyenti baland bo'ladi. Bizda esa ko'pchilik o'sha joyda odamlar o'tiradi, ishlaydi, lekin energiya yo'q. O'sha energiya degani energiyasi to'g'ri kelmaydi. Masalan, biznesga qobiliyati bo'lgan sanoq soni 5lar, missiya 5lar. Sotuvchi biznes bo'lgan, ya'ni energiya расширение масштабирование, masshtablashtiruvchi odamlar. Nimaga e'tibor bersa o'shani ko'paytiradi. Energiya kengaytiruvchi, ko'paytiruvchi. Bular filiallar biznesda filiallar ochadigan qobiliyati bor. Endi men o'sha joyga qo'yib qo'ysa, men sota olmayman. Menda natija oz bo'ladi. Keyin nima bo'ladi? Kompaniyada ham ko'rsatkich pasayadi. 5 ni qo'ysa savdoga, savdo sohasiga, unda natija baland bo'ladi. Ya'ni KPD, ya'ni foydali ish koeffitsiyenti baland bo'ladi biznesda. Oilada esa sotsial bu har bir insonning individualniy tabiatini bilib, tushunib, anglab, u inson nima uchun buni yaxshi ko'radi, nima uchun yomon ko'radi, nima uchun bunday harakatlanadi, nima uchun bundan azob chekadi. Uni shu tabiatini bilsangiz, xotiningizmi, o'g'lingizmi, eringizmi bilsangiz, o'shanga o'ziga xos muomala qilsangiz, как biznesda KPD baland bo'ladi. Ya'ni natija baland bo'ladi. Urush, janjal, tortishda energiya yo'qotamizda, ishimiz pasayadi. Ya'ni biz uyda, oilada janjallashamiz, energiya yo'qotamiz, biznesimizda esa natija pasayadi. Tushuna olmaymiz. Biznesda esa xodimlarimizni ayblaymiz. Ya'ni sotsialni oilada qanday foyda berishi, bir-birimizni tabiatimizni bilib, tushunib, qabul qilib, o'ziga xos muomala qilish, imda tushunib deydi. Ya'ni imo ishorada tushunish, ya'ni oshiqcha gap yo'q. Oshiqcha nima deydi, razbor. Oshiqcha razborkalar yo'q. Ko'p gapirib, bir-birimizga bitta gapni ko'pincha qaytarlaymiz, mana shularda energiya yo'qotamiz. Pul esa energiyaning natijasi deyapmiz. Keyin biznesimizda ko'rsatkich past bo'ladi. Ya'ni oilada ham, biznesda ham foyda bo'lar ekan. Yana misol, hayotning hamma jabhasida foydali. Biznesda masalan, hozir 2000-yil, 1000-yilda individualistlar yili bo'lsa, men degan birlar podshohligidagi 1000-yil shu individualistlar yili bo'lsa, hozir 2000-yil esa psixologiya yili. Bu yil agar bu 1000 yillikda psixologiyani bilmagan ko'pincha depressiyaga tushib ketadi. Biznesni asosi ham psixologiya. Shu biznes sohada har bir insonni o'ziga qobiliyati bor
joyiga qo'ysangiz shu KPD baland bo'lishini bo'ladi. Bu sotsial ilmi bunda katta yordam beradi. Tug'ilgan kun yiliga qarab turib, missiyasiga qarab turib, o'z o'rnini sразу mana tablitsalarimiz bor. Qarab turib sразу qo'yib qo'yamiz. Muammo yo'q. Aytganingizdek, oddiy qilib xalqona aytadigan bo'lsak, oq choynakga oq qopqoq, ko'k choynakga ko'k qopqoq deganlardek, ishni samarasi bo'lishi uchun har bir qobiliyat egasini o'zi qila oladigan ishga, o'sha yo'nalishga qo'ysak, demak, o'sha joyda samara, ya'ni biznesda rivojlanish va o'sha natijalari raqamlarda oshib borishni ta'minlar ekan. Men misol keltirib aytaman. Asalarini qayerda ko'rgansiz, tug'ilib turib institutda o'qib kelay, keyin asal to'playman deydik. Qanday asal to'plashni o'qib olay deydi. Yo'q, tug'ilib Alloh tarafdan uni genida bor ma'lumot. Tug'ilib asal to'playdi. Masalan, kuchukchani ham, ko'chadagi yovvoyi kuchukchani ham otga ovqat bersangiz, avtomatda yuzi qurg'ilay boshlaydi. Ya'ni programmasida bor. Endi mana shu itlarni sezgi organlari bizga nisbatan baland. Hid bilish, to'g'rimi? Masalan, davlatlar orasida, chegaralar orasida ovcharka itlarni tayyorlaymiz qo'rg'ulash uchun. Sababi narkotiklarni bilish uchun. Endi institutda rosa o'qitib sigirni 5 yil o'qib, katta diplomni olib turib, o'sha joyga qo'yingchi. Natija qanday bo'ladi? O sigir rosa tutadi. Hamma mashinani balonigacha tutadi. Natija lekin topishi o'sha narkotik bor mashinani tam qayerga bekitgani qiyin bo'ladi. Bilimlarga asoslanib baribir nima qiladi? It bo'lsa, bitta aylanib yonidan o'tishi bilan o'zi mana unda deb aytib beriladi. To'g'rimi? Chunki Xudo uni shunaqa yaratgan. Qobiliyati bor. Isquvor qilib, is oladigan qilib, reflekslari bor bunga, shartli shartsiz. Hid bilish nimasi organi bizga nisbatan adashmasam 100 barobarmi baland. Asalariniki undan ham baland. Afsus, asalarini dressировка qilsak, uni umri qisqaligi uchun bunga bo'lmaydi. Asalar uzoq yashamaydi, it uzoqroq yashaydi. Mana shunday qobiliyati bor joyda agar asalari uzoq yashaydigan bo'lganda, uni o'sha asal to'plash bo'yicha institutda o'zlari o'qitganmiz, o'sha professional bo'lishi mumkin. Demoqchimanki, har kimni o'zi qobiliyati bor joyda o'qitadigan bo'lsak, o'sha professional bo'ladi. Masalan, shu kinolog itlarda qobiliyati bor hid bilish, aynan ana shu narkotik, taqiqlangan moddalarga o'rgatamiz, o'qitamiz. O'zlarini kinolog institutida professional o'sha isquvor deydi, mana shu bo'lib chiqishadi. Men ko'pincha hayvonlardan misol keltiraman, o'simliklardan ham misol keltirsa bo'ladi. Hayvonlar bo'lib bizga o'xshab harakatchan ekanligidan yaxshiroq tushunishadi deb misol keltiraman. Hech qanday folbinlik emas, prosta qobiliyatni ochib beradi. Sotsial ilmi insonni qalb istagini bajarish yo'lini, ya'ni shu qalb istagini aniq raqamlarda topib aytib beradi. Bu vaqtingizni tejaydi. Umringizni, vaqtingizni tejaydi. Energiyangizni tejaydi. Mablag'ingizni tejaydi. Sog'lig'ingizni saqlaydi. Katta plus. Buni qachon yo'qotgandagina mana krizisga kirib, ko'p harakat qilib, yaxshi pul topib, krizisga kirgan odamlargina so'zimni tushunishi mumkin. Bungacha tushunishi qiyinroq. Xitoyda qadimda sano-soni 3larni tabobatga olishgan. Davolash yo'nalishi bo'yicha sano-soni 1lar, 2lar, 3lar qobiliyatli, 3lar shu vrachivание, lekar, rus tilidagi lekar, ya'ni shu davolash ishlari. Tabib. Shu sano-soni 3larni olgan sababi shularda qobiliyat baland. Kichkinalikdan 3-4 yashardan shogirdlikka olishgan ekan. O'zingiz o'ylab ko'ring, kichkinaligidan o'z o'rnini topsa, o'sha yo'nalishda mutaxassis super 20 yoshda o'zi super mutaxassis bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men shaxsiy fikrim. Ertaroq o'z o'rnini topsa-da. Masalan, 5lar biznesda
ertaroq shu biznes maktabga berib, maktabda o'zi biznes maktabda o'qisin. Katta bo'lganda ham ana shu biznes logistika mana shu sohalarda yana oliygohini bitirsin. Zo'r o'zini yo'nalishda zo'r mutaxassis bo'ladi. Mana shu erta o'z o'rnini egallashga yordam beradi so'tsang. Hozir shu o'rinda yana bitta narsa esimga tushib qoldi. Mana xalqimizda bir naql borda, bola boshidan deyiladi. Bola o'zi bilinadi, nima xohlashi, nima xohlamaslik. Kimdir ijodkor bo'ladi, nimadir rasmni chizadi. Qaysidir bolalar o'sha aytganingizdek har bitta narsani detalni to'g'irlash harakatini qiladi. Bor-ku bolani har xil xarakteri, qobiliyati, o'zini tutishi. Qaysidir bolalar faqat pulga yopishadi. Keyin bizada nima deymiz, onalarimiz yo'q pulga o'rgatma, pulga o'rgatsa u bo'ladi, bu bo'ladi. Sen shunday tarbiya bergansan deyshadi. Ertaga faqat pulga chaqiradi hamma narsani. Demakki, shu pul ko'tarib katta bo'layotgan bola yoki faqatgina pul bo'lsa tinchlanayotgan bola, siz aytgan salom-salom. Endi buni ham bir xil zerek onalar farzandida qaysi qobiliyati borligini bilib yo'naltirib turishadi. Masalan, bunaqa holatlarni ham ko'ramizda. Demakki, shu kichkinaligidan o'zi bilinar ekan ba'zi bolalarda ahamiyat bersa. Da, albatta. Buni esa naborot teskari onasi shunday tarbiyalagan, sendan deb bir-birimizni ayblashimiz mumkin. Qachon bilmaganimizda, ya'ni tabiatini bilmaganimizda. Masalan, o'zim singlimda ham shunaqa qizi sanasoni 8 katta qizi. Dadasini ham pulini so'rayverar ekanda, hisoblagisi kelaverar ekan. Keyin uni onasini so'kib, ya'ni sen tarbiya bergansan, shuning uchun meni pulimni hisoblaydi deb assotsiatsiya o'qishgandan keyin to'xtashdi. Qizim o'zi shunaqa ekan, ruhi moddiy dunyoni hisoblaydigan, nazorat qilib, natija olgani kelganligi uchun bu tabiati shunday. O'zi anglamagan holda baribir qiziqib savol berib qo'yadi bola. Buni esa tushunmaganlar, "Voy, sen pulga o'rgatibsan", bunaqa. Yo'q, bularning tabiati shunaqa. 8larni nafsi moddiy dunyoni nazorat qilib natijasini olgisi keladi. Ruhining istagi ishlasam deb praktichniy, ya'ni amaliyot odamlar. Hayotni amaliy tarafini ko'rishadi. Natija tarafiga qiziqishadi. Natijali odamlarni ga e'tibor berishadi. Odamlarni natijasiz deb ajratadi va natija ko'rsagina xursand bo'ladi. Natija ko'rmasa e'tibor qoladi. U biznesga, u insonga qiziqish qoladi. Shu endi raqamini to'g'rilgandek bilsangiz, hech qanaqa e'tiroz bo'lmaydi va o'zi kichkinalikdan yo'naltiraverasiz. Hali bu bilimlar O'zbekistonga kirib kelmagan, kimlardir biladi, kimlardir bilmaydi. Endi aynan shu yo'nalish, shunga o'xshagan yo'nalishlar haqida kimlardir ma'lumotga ega, balkim ustidan izlanganlar. Lekin oldingi vaqtlarda bu ilmlar bo'lmagan. Masalan, onalarimiz vaqtida, buvilarimiz vaqtida bilsangiz, har deb pulni ko'p gapiradigan odamga, pulga har deb yopishadigan odam nima, sani taleyini pul bilan ko'targanmi deyishga iboralar bo'lardi xalqimizda. Hozirgi tushunsam, mana raqamlar tilida tushunadigan bo'lsak, demakki shu 8lar yoki 5lar pul haqida gapiradigan insonlar bo'lar ekanda, demakki to'g'rimi? 5lar shu biznes qurish, marketingda kuchli bo'ladi. Marketologlar kuchli. Marketologlar ko'proq sanasoni tur, missiya turlardan chiqadi. Вот 5larda biznesmen, предприниматель, ya'ni tadbirkorlar bo'ladi. Liderlar. Yo'q, lider bu bizda ko'pincha shu boshqargan odamlar biz lider deymiz. Lider bu bo'li duxovnova deydi, ya'ni ruhi baland odamlar uni orqasidan intilganda bo'ladi, deyiladi. Вот boshqaruvchi bu strategiya tam nima bilan, tizim bilan boshqaradigan odamlar. 5lar ham boshqarishi mumkin, missiyasi bir bo'lsa, o'sha biznesini boshqaradi. Harakatlari boshqaruv bo'lgandan keyin, ongi logik fikr yuritgan, energiya masshtabирование bo'lgandan keyin, kengaytirish, masshtablashtirish bo'lgandan keyin, ong doim shu masshtablashtirish, kengaytirishni xohlagandan keyin missiya bir bo'lsa, через руководство, ya'ni boshqarish nima edi? Rahbarlik orqali deydimi, shu boshqarish orqali ko'paytiradi. Filiallarni ochadi, biznesda bo'lsa. Вот 8 esa omborxonaning xo'jayini deyman. Ya'ni moddiy resurslarni boshqaradi.
tabiat shu. Qayerda moddiy resurs bo'lsa, masalan, bank, omborxona, qolganlari просто bitta so'z bilan aytganda moddiy resurslarni regulировка boshqaradigan qobiliyat. Ikki esa muomalani boshqaradi. Muomalaga fokus e'tibori asosan muomalaga. Sababi ruhi shuni xohlaydi, nafsi tushungisi kelgani uchun insonning ruhiyatini kovlab o'rganishni xohlaydi. Kovlak ishlar deyman. Ruhiyatini shu tinglab, muomala qilib, ko'p suhbatda, gaplashishda, muomalada topasizda. Keyin sirtdan qaraganda 8 ko'z bilan vala qilib qachon qilsa gaplashib o'tiradi, ish qilmaydi deb shunday ko'rinishi mumkin. Ikki, mana shu muomala qurib pul topgisi keladi munosabat orqali. Qobiliyat ham shunga va mana shu jabhani boshqaradi. Boshqara oladi. Har bir insonni o'zining qobiliyati bor joyda boshqaradi. 8 moddiy dunyoni boshqarsa, 2 muomala yo'nalishini, 3lar ichki tartibni analiz orqali, ya'ni tahlil orqali, sistema qilib, sistema orqali ichki tartibni ushlashni xohlashadi. Masalan, 6lar ijodiy yo'nalishda qobiliyati va mana shu ijodiy yo'nalishda boshqarishi mumkin. Masalan, 4lar ham ijodkor. 6 bilan 4lar ham ijodkor, lekin farqi shuki, 4lar kreativ ijodkor. Nestandartniy narsalar yaratadi, nestandartniy yo'llarni tanlaydi va kreativ hech yerda yo'q, hech joyda bo'lmagan birorta eski narsadan yangi narsa yarata oladigan ijodkor odamlar. Masalan, 9lar bo'lsa, ular sportivniy ruhi, jangchining ruhi bo'lganligi uchun sportsmenlar chiqadi xizmat joyida, qutqaradigan, himoya qiladigan, yordam beradigan, o'ylanmay sirrazi shiddat bilan yugurib yordamga yelib yugurgan, jasorat baland, благородство deydi rus tilida, ya'ni oliyjanobligi bo'lgan odamlar. Oliyjanoblik boshqalarga nisbatan baland bo'lgan odamlar. Ya'ni har bir insonning shu o'ziga xos tabiat. Anor opa, yana bir savolda, misol uchun munosabatlar bo'yicha keling, gaplashadigan bo'lsak, hozirgi kunda juda ham ajrashuvlar ko'payib ketgan. Turmush o'rtoqlar orasida ziddiyatlar, kelishmovchiliklar, buni oqibatida shu oilani parokanda bo'lishi va buni ta'siri farzandlarga ham o'tishi. Misol uchun sizni konsultatsiyangizga shunaqa oilalar kelishsa kerak, erkakdir, ayoldir masalanda. Aytingki, misol uchun hozir tepada aytyapsiz, raqamlar bir-biriga mos raqamlarni qo'ysangiz, har bir o'z o'rniga qo'yilsa, muvaffaqiyat kaliti bo'ladi deyapsiz. Endi ba'zi bir oilalarni ko'rganmisiz, erniki ham xotinini ham raqamlari, ya'ni sonlari deylik, yoki siz aytgan missiyalar bir-biriga tushishi mumkin, to'ppa-to'g'ri kelishi mumkin, lekin ajrashayotgan holatlar yoki uni tamomila teskarisi, raqamlari bir-biriga teskari, zid de, misol uchun baxtli yashayotgan oilalarni ham bir ko'rganmisiz? Albatta, men buni ko'p takrorlaganman o'quvchilarimga, o'zimni qizim bilan kuyov bolam 100% teskari raqam. Lekin hech qanday munosabatda muammo jalb deydi, ya'ni shikoyat eshitgan emasman. Sababi kuyov bolam ko'p o'qiydi, Islom akademiyasida o'qiydi, qizim ham mana shu islom yo'nalishida o'qiydi. Plus har kuni kamida bo'lmadi deganda через день 1 soatdan oshiq ko'p men bilan gaplashadi. Doimo shu sudsiy yo'nalish bo'yicha nasihatlar beraman. Mana shuni natijasida tez tushunish, ya'ni aytamanki, qizimga ering biror narsadan norozi bo'lyaptimi, eshitib turgan. Eshitish qobiliyatini o'stir. Soni 8, lekin eshitish qobiliyatini o'stirsa bo'lar ekan. Xafa bo'lishdan oldin eshitib, bilimlaringga asoslanib, faqatgina islomiygina emas, sudsiy bilimlariga ham asoslanib, analiz qil, tahlil qil. Uni soni necha edi? U nima istardi? Nafsining istagi nima? Ruhining istagi nima? Hozirgi momentda nimani xohlaydi? Ya'ni shaxsiy kunoyili nima? Aytdim, ishonchlar, kunoyilar ham beradi. Shularni ham inobatga ol. Infantilность deydi rus tilida, ya'ni yosh bola ongidagi odam xafa bo'ladi.
ongi yetuklikma deydi normal yetilgan odam eshitib analiz qilib qancha ko'z yoshi oqsa ham, misol o'zim emotsionalman, ko'z yoshim oqib maqsad ham emotsiyangni kontrol qilib turib analiz qil. Qanday qilsam shu situatsiyada vaziyatni yecha olaman. Ya'ni muammo demaymiz, iloji boricha bu masala deydim, masalani qandsam yechimini deb o'shanga yetarli qobiliyat o'stir. Har bir inson ongida 9 ta qobiliyatda yo'nalishda bilimlarni ol. Ya'ni eshitib analiz qilib o'rgan va yechimini izla. Mana shunda ajrim nimasi deydi, mana shu qobiliyatni o'stirsa ajrim pasayadi bilamiz. Bir sabablardan biri. Yana bir sababi noto'g'ri sanada nikoh qog'ozini olish. Nikoh qog'oziga qo'l qo'yganimizda to'g'ri, ya'ni omadli sanada qo'l qo'ygan bo'lsak, omadli sanada nikoh qog'ozini olgan bo'lsak, mana shu nikohimizga ta'sir qiladi, ijobiy ta'sir qiladi. Agar noto'g'ri sanada olgan bo'lsak, salbiy ta'sir qiladi. O'zimni nikohim mana shunaqa krizis raqamda bo'lgan va ajrashganman, men hammani ayblaganman. Sutsayda o'qiganimdan keyin bu narsalar hammasi pasayib yo'qoldi. Hammasi shu nikoh sanam noto'g'ri bo'lgandan olam shunday bo'ladiki, nikohingiz krizisga uchraydi. Birovlar sababchi bo'lib nikohingiz krizisga uchraydi, siz o'shalarni ayblaysiz. O'zini tushunmaganligi, olamning yaratilish qonunlarini bilmaganligimizdan birovni ayblaymiz. Ongimiz past, yosh bola ongdaymiz. Bir umr qancha yil ayblab, yomon ko'rib ichimda yurganman. Bu o'zimga minusi, norozilik. Bekorga Xudoyim birinchi Qur'onda birinchi oyatlarda o'qi demagan ekan. O'qib olamning yaratilish qonunlarini o'rgan, o'zingni angla, o'zingni tushun. Agar biz o'zimizni tushunganimizda Xudoni tushunar ekanmiz-da. Mana shu narsalarni bilganimizda ham, ya'ni to'g'ri sanada, lekin qarshimizdagi bo'lajak juftimizni ongini, dasturini bilsak. Qarshimizdagi erimizmi, xotinimizmi qanday tabiatga ega? U nima xohlaydi, nima uchun bunday harakatlanadi? Bilib, misoli shu nikoh oldida turganlarga ham aytaman, konsultatsiya olib keyin ozgina narsadan kechinglar, bitta ko'ylakda kam kiyinglar. Bitta narsadan kechinglar, masalan, bitta divandan kech, lekin divandan ko'ra komfort ma'lumot olasizlar. Ya'ni divan beradigan komfortdan ko'ra komfort beradigan bu ma'lumotlar. Ya'ni siz qarshingizdagi juftingizni, ya'ni sevgan insoningizni uni tupi tabiatini bilsangiz, tabiatiga mos muomala qilsangiz, ana bu komfort-ku. Xotirjam holat. Xotirjamlikda, xotirjamlikda qanday bunaqa deydi? Qanday bunday harakatlanadi? Siqilamiz. Nahot shunaqa deydi. Norozilik so'zlarida. Siz qanday harakat, nima uchun bunday harakat qilishini, qanday ham shunday deyishini bilsangiz, bilim bo'lsa tushunik keladi. Tushunik bo'lsa xotirjamlik keladi. Qanchalik tushunik darajamiz keng bo'lsa, shunchalik qarshiligimiz past bo'ladi. Ya'ni donishmandlik, hayotni tushunish, donishmandlik. Mana shu faktorlar, ya'ni bilim, tushunchani kengaytirish, to'g'ri sanada nikohni qayd ettirish, bular muvaffaqiyatga yo'l. Teskari raqamlar ham, teskari energiyalar ham yaxshi, nima deydi? Ijobiy til topisha oladi, qachon ongi rivojlanganda. Avot bir-biriga yaqin energiyalar ham qanchasini ko'rdim. Bir-birini qiynab, o'zimni osib qo'yay desam, 4 ta bolam bor deb shikoyatlarini eshitdim. Klientlaringizdan. Mijozlardan. To'ydim shundan, to'ydim deb deganlarini eshitganman. Qancha eng yaqin energiya. Ya'ni bir endi ayol o'zi ko'ngli qolgan, lekin er uni ayolini yaxshi ko'radi. Anor opa, yana bir narsada, masalan, shu ayollar bilan biz endi konsultatsiyalar o'tkazamiz,
konsultatsiyalar o'tkazamiz, qabullarimizga kelishadi, gaplashgan mahalimizda aytishadi. Misol uchun ayollikni energiyasini oshirish kurslariga bordik, er-xotin munosabatlariga bordik, bir nechta kurslarni sanab o'tishadi. Ular ham harakat qilishadi rostdan-da o'sha munosabatlarni saqlab qolish uchun, oilani saqlash uchun, turmush o'rtoqlarining tilini topish uchun harakat qilishadi. Demakki, hozirgi kunda shunaqa bo'ladiki, buni qildingizmi, uni qildingizmi deb so'raganimizda hammasini qildik. Ishoning, bu joylarga bordik, konsultatsiyalar ham oldik, aytaylik, o'sha individualniy coaching konsultatsiyalar hammasiga bordik, lekin undan foyda yo'q deb ko'pincha gapirishadi yoki boyaga aytayotganingizdek raqamni gapirib qolib, bilaman deb aytishadi-da. Ko'p holatlar bundan xabarim bor, bundan mayli, biz uni tushundik. Demakki, hozir siz gapirayotganingiz bo'yicha raqamlarda til topishsa, shu raqam egasini, ya'ni turmush o'rtoqlarini, u er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, qaysi taraf o'sha munosabatlardan og'rinib kelgan bo'lsa, qaysi tarafi shu bezovta qilayotgan bo'lsa, lekin o'sha juftini, o'sha plyus minus holatlarini bilib turib, shunga qarab to'g'ri harakatlanish kerak. Agar aytadi-ku, eskilarda ham agar bilsangizki, o'zbeklarda shu ibora borda, yaxshisini oshirib, yomonini yashirib deyishgan. Demak, xalqimiz dono-da. Chunki bir necha ming yillar ishlagan ibora mana bugungi kunda ham shuni tasdiqini toptiribmiz-da. Biz hozir zamonaviy bilimlarni egallayapmiz. Misol uchun, shaxsiy rivojlanishda aytaylik, ruhiy rivojlanishdagi bilimlar. Lekin buni dono xalqimiz naql sifatida aytib o'tib ketganda, mana yaxshisini oshirasiz, yomonini yashirasiz. Demakki, mana shu sanoqsonlaringiz boshqadagi plyus minus taraflarini qarab turib, to'g'ri harakatlanish, shu insonni tilini topish. Ya'ni osh yeydigan insonga oshni berish, sho'rva ichadigan odamga sho'rvani berish. Sho'rva ichadigan osh bera olmaysiz, osh yeydiganga sho'rva ichira olmaysiz. Demakki, hammani talab istagini joyida qondirib, to'g'irlab qo'ysangizki, xoh u turmush o'rtoqda bo'lsin, xoh u atrofdagilar bilan munosabatda bo'lsin. Bular rol o'ynaydigan narsalar ekan. Shu qarang, shu qarshisidagi odamni, xo'j turmush o'rtog'i bo'lsin, tam biznes partnyori bo'lsin, kim dugonasi, do'sti bo'lsin, uni dannilarini bilish, sanoqsonini, missiyasini, ya'ni nima xohlashi sanoqsonida, missiyasi qanday o'shanga harakatlanishi, ko'rsatkichi tug'ilgan kun oy yilini ichidagi raqamlar, energiya ko'rsatkichi, ya'ni qanaqa energiyalar borligi, ya'ni qanaqa qobiliyati bor, u yerda yo'q raqamlar qanaqa qobiliyati yo'qligini va o'sha raqamlar go'da ko'p bo'lib ketadi, 4 tadan bo'ladi, 3 tadan bo'ladi. Ular qanday xarakterdan namoyon bo'lishini bilganda, avval o'zini bilsin. Avval o'zini qarshisidagini ham bilganda o'zi tushunadiki, u undan oshib harakat qila olmaydi. Ong dasturidan oshib harakat qila olmaydi. Va biz ham Xudo shunday yaratgan va shunday qabul qilishimiz kerak. Qabul qila olmasak, unga qarshi kurashadigan bo'lsa, biz quvvatimizni yo'qotamiz. O'ylab ko'ring, atrofda hayotida qancha ko'ringan odamlarni tuzataman, to'g'rilayman deyaversangiz, har biriga vaqtingizni sarflab siz birovni hayoti bilan shug'ullanasiz. Agar o'zimizni bilib, o'zimizni hayotimiz bilan shug'ullanganimizda, ularni bilib, tushunib harakat qilamiz, kelishga qo'l cho'zmasa, tushunamiz, ma'qullaymiz va o'zimizni yo'limizda ketaveramiz. Ya'ni karvon ketaveradi, it yuraveradi, it huraveradi, karvon ketaveradi. Ya'ni o'zimiz bilan shug'ullanganimizda bu muvaffaqiyatli bo'ladi. Bu yetishmagan qobiliyatlar, mana tug'ilgan kun oyimizdagi yetishmagan qobiliyatlar insonda ongida ochlikni hosil qiladi va uni biz pul bilan kompensatsiya yopishga harakat qilamiz va nafsimiz kuchayadi, talab bo'ladi, juftimizdan talab bo'ladi, partnyorimizdan, umuman farqi yo'q, bu qarshimizdagi odamdan talab bo'ladi va norozilik axloqimiz va missiyada buni ko'rinadi, o'ziga xos talab qilish usulimiz ko'rinadi. Masalan, sanoqsoni birda men aytganim qil, men so'zim inobatga olingan, eshitilgan, bajarilgan bo'lishi kerak deb talab qilamiz. Ikkilarda bo'lsa, sen nima qilmading deb manipulyativniy missiya 2da bo'ladi, missiya 3da esa
tak azartga berilib ketish bo'ladi, или qattiq cheklov bo'ladi, через analiz boshqaruv borda. Shunday ko'rinishga ega axloqini minus taraflari. Misali to'g'rida esa rus tilida aytganda придирчивость, ya'ni kamchilikni axtarib, vilkasi bo'ladi, tilida vilka sayadi. 5 esa to'g'ri noto'g'ri deb spor qilib o'zini to'g'riligini dalillash uchun oxirgi qonigacha olishadi. Urushqoqlik bor. Missiya 6 desa o'zini komfortini talab qilib, hali salonga borgandagi navbatdagi o'sha egoizmi, shu oshiqcha komfort talab qilishi, isterichniy deydi, emotsionalniy harakatlanadi, emotsional reaksiya qiladi. Missiya 7 da esa oshiqcha egoistiskiy harakat qiladi. O'zini ruhaniy ko'z qarashlarini talab qilib qarshisidagi odamdan. Missiya 8 da esa disiplina, natija talab qiladi. Sen qilishing kerak degan so'z ko'p og'zidan chiqadi. Ya'ni bosim qiladi-da, natija talab qilib, mehnatkashlikni, hali nima deydi, yalqovlar yo'qolsin deb faqat mehnatkashlikni talab qiladi. Missiya 9 emotsional yordam berishga yugurib olib turib, o'shanday o'ziga xizmat yordam qaytmaganda kuyib o'ta samoyedство deydi, o'zini o'zi kuydirish, o'ziga o'zi o't qo'yish deydi, emotsional shunaqa bo'ladi. Ana shunday axloqimiz namoyon bo'ladi va bu albatta ne только oilaga, farovonligiga ta'sir qiladi minus. Biznesda ham mana oilalarda bitta narsani ham kuzatamizda, hozirgi kunda masalan, endi otalarda emas, ko'proq onalarda shu shikoyat bo'ladi. Qaysidir farzandi umuman qobilligini, qaysidir farzandi umuman gapga kirmaydi, qaysidir farzandi o'zi mustaqil nimalarnidir qilib ketadi-da. Keyin bolasi bilan munosabati yaxshi emasligi, bolasini har xil psixologlarga olib borishi to'g'ri, bu narsalar kerak hozirgi kunda rivojlanishi uchun, onani ham, farzandni ham-da. Yana bir shunda naql kelib qoldi, rasam maqolaga ulashni yaxshi ko'raman. Qarangki, xalqimiz baribir shu naqllarni, maqollarni ham raqamlarga asoslanib aytish kerak ekan. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa, 40 ta bo'lsa qilig'i boshqa deganning ham sababida, demak, har bitta farzand o'zini soniga ega, har bitta farzand o'zini fe'li bo'ladi. Hajim bitta ota-onadan tug'ilgan bo'lsa, bitta ota-onada. Shunday, ya'ni shu 40 ta bo'lsa qilig'i boshqa, o'rni boshqa degani, sonlari har xil bo'lganda qobiliyati, tabiati har xil bo'ladi. Lekin ko'pchilik vaqtda ota-onasini bitta raqamini oladi. Bir ota-onasida bor raqamlar bolalarida ko'rinadi, yo'da bobolariniki oladi, bo'ladi-da. Bu tez meni praktikamda uchradi. Ya'ni ota-onasida bor qobiliyat, masalan, toza 5 raqami bir oilaga kirsam hamma bolalarida bor. Dadasida bor, hamma bolalarida toza 5 raqam. Ya'ni dadasida shu kommunikabilnost, til topishish qobiliyati bo'lgan, bolalariga mana shu qobiliyatni o'tkazgan. Mana shu raqamlarga qarab turib hammasi har xil. Ya'ni kimdir individualni, ya'ni o'ziga yetarli, birovga muhtoj emas, kimdir pul hisoblaydi, bolalarda har xil shunaqa xarakterlarda namoyon bo'lishi, shu raqamiga qarab, masalan, soni 3lar va soni 8lar. Soni 3larga har qanday oyning 12, 21, 33 sanalarda tug'ilganlar kiradi. Bularda ham samodostatochnost deydi rus tilida, o'ziga yetarli, ya'ni birovga muhtoj emas. O'zi bilib ishini qiladi. Birov uni ishini tasdiqlashi yoki yordam berishi kerak emas. Birovni tasdiqlashga yordamga muhtoj emasda, o'zi bilib qilaveradi. 8 soni 8larda ham shu narsa bor. Ya'ni 17, 26 va 8 har qanday oyning shu sanalarda tug'ilganlar ham soni 8 bo'ladi. Bularda ham shu o'ziga yetarlilik xarakterda bo'ladi-da. Erta o'zini eplashadi bular. E'tibor bersangiz, erta o'zini eplaydi. Даже garshokka borib kelishdan bilinadi-da. O'zim qilaman, o'jim deydi. O'jim yeyman, qoshiqni ham o'jim berdi. O'sha erta nimalari ko'rinadi. Imkoniyati nima deydi? Mana shu individualniy imkoniyatlari deydimi?
xarakterlari qobiliyatlari deydi, mana shu tez namoyon bo'ladi. O'zim qizim 8lik uchun bilaman, soni 4 katta o'g'lim, hozir mana bu kichik o'g'lim ham shundayda. Bularni orqasidan yig'ishtirish kerak, aytish kerak to'rlarni. 8ga bir marta aytding bo'ldi. Tartib raqami ekanligi uchun o'ziga yetarli va bular tug'ilganda qoriya bo'lishadi-da, nisbatan o'ziga nisbatan 10 yosh kattalar bilan birday fikr yuritish qobiliyatiga ega bo'ladi. 8lar donishmanddan aytganingizni sразу natija ko'rsatib turadi. Tartibda sразу. Bu to'rt o'g'illarimda bu narsa ko'rmayman. Men sutsayda уже tushunib yetdimki, bularning tabiati har xil ekanligini. Bular unaqa samodostatичный xarakteri yo'q ekanligini, o'g'limda 4da yo'q ekanligini bilib, biroz qabul qilish bo'ldi. Yana qanday? Masalan, ijodkorlik salohiyati, qobiliyati oldi bilan 4da. Hali aytdim, 4da kreativniy ijodkor, bunda sozidатель, qurish, yaratish, oldilarda shunday bo'ladi. Kovlagich raqamlar soni 2lar, soni 2larga har qanday oyning 2, 20, 11, 29da tug'ilganlar kiradi. Bular ruhiyatni kovlashadi. Tug'ma psixolog talant qobiliyati bo'lgan. Insonning ruhiyatini tushungisi kelib, ichini, ruhiyatini kovlaydi. Ayetlar esa olamning yaratilish qonunlarini, olamni tushungisi kelib kovlab o'qiydi. Men kulaman, hazillashib kovlagichlar deyman. Yana davlat ishlarida ishlaydigan, sistemada ishlaydigan, ongida bir nima deydi, sistemaga bir xillikka ko'nadigan odamlar soni 1, 2, 3lar ham bo'ladi, 9lar. Ya'ni shu sistema nimada? Uyda ham, misol uyda ham sistema-yu. Mana shularga nisbatan qabul qiladi. Masalan, erkinlikni yaxshi ko'rgan 5lar. 5lar erkinlikni birinchi o'ringa qo'yadi. Erkinlikdan mahrum qiladigan bo'lsak, erkinlikka chegara qo'yadigan bo'lsak, asma bo'lib nafas yo'llaridan o'pkasi tomonga chiqadi. Yana kimisini aytishim mumkin. Demak, har bir son yoki o'sha missiyalarni ham o'zini bir ma'lum bir kasallik turlari bo'lar ekanda, kasallanishi, nima bilandir og'rishi, kimdir anemiya, kimdir sahr, kimdir yana nimadir kasalliklar. Qarang, songa bog'liqmi shunda? Albatta. Shu ong dasturimizda biz ma'lum bir programma dasturida bo'lamizda, mana shu ma'lum bir narsani xohlaymiz, shuni talab qilamiz. Biz o'ylaganday, biz xohlaganday bo'lmaganda biz norozi bo'lamiz. Va kimdir kurashadi, kimdir ichiga yutadi, vaziyatga qarab, yana qobiliyat, energiyasiga qarab har xil nimada kurashadi. Mana shu norozilikdan energiya tushadi va kasalliklarga uchraydi. Birlarda soni birlarda oshqozonida qon quyilish bo'ladi, yuragida muammolar uchraydi. Желчь o't qopida bo'ladi. Soni 2larda esa nafas yo'llari, asnani nafas yo'llari agar qo'rqib, uzoq vaqt kuchli energiya yo'qotish bo'lsa, paralij bo'lib ketadi, qo'l oyoq odamdek qiyshaysh bo'ladi. Tuberkulyoz va oshqozonida ham bo'ladi va rak, shu nafas yo'llarida rak uchraganlar men praktikamda ko'rdim. Soni 3larda esa jigari bo'ladi, oshqozon osti bezi va bo'g'imlarida muammo bo'ladi. Artrit pechin jigarida, желудок, oshqozoni va oshqozon osti bezida bo'lar ekan. Soni 4larda rak, nerv kasalliklari va siydik yo'llarida spid va noma'lum kasalliklar bo'lar ekan. Soni 5larda esa asma, pochkalar, ya'ni buyraklarida bo'ladi. Hazm sistemasida nevroz va bezumiya bo'ladi. Bu 5lar to'g'ri bo'lishini xohlaydi, logik fikr yuritganda, logik nozik intellektda yashashadi, nozik narsa oson uzilgandan bezumiya, asabiylashib turib, aqldan ozish bo'ladi.
har birini sababi bor. Endi uni podrobno darslarda tushuntirib beraman. Har bir kasallik qaysi xarakterdan, qanday harakatlanishdan bo'lishi bilan aytib beraman. Keyin sana oltilarda ular buyragidan diabet bo'ladi, podagra, oshqozon osti bezi, ularda ham ko'pincha sahrli diabetga uchrashadi va ginekologiya. Ko'pchilik ayollarda shu ginekologiya sana oltilarda ginekologiya kamda muammosi yo'q ayollarda men uchratgan. Tak 7larda bo'lsa sustav, ya'ni bo'g'imlarda nerv va demensiya, xotirani pasayishi, tungi koshmarlar, ya'ni tunda tushida yomon tush ko'rishi, prokaza va noma'lum kasalliklar. Asana 8larda esa quloqlari, nemata, ya'ni gapira olmasligi, nemata, quloqlarida va jiltuq 8larda ko'p men klientlarda uchratdim. Kichkinalikda sariq bo'lgan. Yoshligimda bo'lganman deydi. Aqldan ozish, astma va insult, erta insult bo'ladi. Ko'p hisob kitob bo'lavergandan bo'ladi. Sana 9larda ekzema, tanaga toshma-tosh bo'ladi. Qonda infeksiya va chumma, yazva yara. Pechin, jigarda va burunda va paranoya, vahima kasali. Asossiz qo'rquv bo'ladi. Shunday har biri shu o'zini ong dasturida nafsining azobidan mana shunday psixosomatik kasalliklarga uchraydi va o'zini anglamasdan, o'zini bilmagan va o'zini energiyasini boshqarishni bilmagandan minusda ko'p yursa, ya'ni qo'rquvda, g'amda va qahrda va depressiyada uzoq vaqt yurishi energiyani yo'qotishiga qarab bu kasalliklar namoyon bo'ladi. Bu kasalliklar aytaylikki boshlangan bo'lsa yoki nimadir bo'lsa, bartaraf etishning yo'li bormi? Albatta shu o'zini anglash, o'zini energiyasini tanish. Avvalo men kimman? Bu dunyoga kelib qiladigan ishim nima? Energiyam qanday va energiyani qanday men saqlayman, energiyamni qanday saqlayman? Qanday yo'qotib qo'ymaslik demak saqlash, qanday ko'paytiraman, qanday qayoqqa sarflayman? Qayoqqa yo'naltirish kerak? Sarflashni yo'naltirish kerak. Mana shu sirlarni bilib, rus tilida aytganda upravlение своими энергиями, mana o'zini energiyasini boshqarishni qo'lga olganda hayotini qo'lga oladi. Albatta sog'lig'ini ham qo'lga oladi. Men ko'p aytaman, qizimga ham, boshqa klientlarimga, doktorlar seni kasallik bilan shug'ullanadi, sog'lig'ing bilan shug'ullanmaydi. Sog'lig'ing o'zingga kerak. Doktorlar eshitaverib, senga o'xshagan shikoyat qilgan, ular ham jonga tekkan, to'ygan senga o'xshagandan. Kimisiga jon qo'ydirsin. Kunda u kamida 10 tadan oshiq qabulga keladi. Eslab qoladim, o'zing bunday elementarni o'yla. Uni ham joni bor, bola chaqasi. Ya'ni ikki birovni ko'p o'ylaydi. Ko'rdingizmi, shu yerda ham birovni ko'p o'ylayman. Sen sog'lig'ing bilan o'zing shug'ullan. O'zingga g'amxo'rlik qil, o'zingni sev deb o'rgataman. O'zini sevish degani biz sirozali nafsimiz xohishini tushunar ekanmiz. Men o'zim sevaman, xohlagan narsamni olaman, xohlaganni yeyman, xohlaganni kiyaman, shunaqa narsalar aytishadi. Yo'q, o'ziga sevgi bu tanani tartibi. Tanamizga g'amxo'rlik qilish. Tanamiz porядкада bo'lsa, ongimiz porядкаga bo'ladi. Ya'ni ongni tartibi tanani tartibi bilan keladi. O'ziga muhabbat ong tartibi deydi. Ongni tartibi tana bilan keladi. Tanani tartibi bilan. Shuning uchun tanamizga g'amxo'rlik qilish, bu o'ziga muhabbat, tanamiz omonat ekan, yaratgandan bizga berilgan omonat. Omonatni topshirish bor deydi ustoz. Shuning uchun ustoz juda ham tanasiga ko'p ishlov beradi. Yoga bilan, hozir Muay Thai bilan shug'ullanadi. O'zidan yosh ustozlari bor shu yo'nalishda. Bizga yaqin namuna haqiqiy ustoz. Anor opa, shunaqa bir holatlarga ham ko'zimiz tushadiki, bir insonlar bilan suhbatlarda va tajribalarimizda ko'ramizki, ba'zi insonlar, men shaxsan bilaman, aytaylik qaysidir kasallikka chalingan bo'ladi. Asosan boya aytasiz 33 yoshda missiya yonadi deyapsiz-ku, lekin ko'pchilik mana odamlarning hayotlarini bir tahlil qilsak, endi biz shu yo'nalishda ishlaganimiz uchun bilamizda, asosan 30 yoshdan keyin ko'proq
transformatsion holatlarga tushadi, hayotini bir nechta chuqur krizislariga kirib kelishadi ko'pchilik. Bo'ladi bunaqa holatlar. Shunda bir insonni bilamizki, qattiq kasallanganlar, boshqa bo'lgan, lekin o'sha vaqtda siz aytgan missiya yonib qolgan va o'z ustilarida doimiy ishlagan inson bo'lganlari uchun, ko'p narsani tushungan bo'lganlari uchun oldidagi missiyalari, maqsadlari shu kasallikni yengib o'tgan ekanda. Sog'lom holatga kelgan ekanlar. Demakki, bundoq qarab tursak, hozir mana raqamlarni suhbatimiz avvalidan beri tushuntirib kelyapsiz. Sog'liq sohasi bilan munosabat har tomonlama qayta plyuslari, qayta minuslarini aytayotganingiz. Demakki, shuni boshqara olgan inson o'zi bilib yoki o'zi bilmay, lekin asosiy missiyasi, ya'ni yo'nalishini qanaqaligini bilgan va bu asosida maqsadlarini tuzgan odam energiyasini ko'tarib, salomatligini tiklash mumkinligini o'sha insonni misolida ko'rganmiz. Inson shu proforentatsiya o'zini o'z o'rnini topganda ruhi shod bo'ladi, ya'ni ruhi ko'tariladi, kasal kam bo'ladi. Sababi axloq ishlamaydi-da. Ya'ni axloqning minus tarafi ko'rinmaydi. Qilgan ishi o'zini qobiliyatiga to'g'ri keladi. Oz energiya sarflab, ko'pada yana koeffitsient полезный действие, foydali ish koeffitsiyenti baland bo'ladi. Nafsining xohishini oladi. Ruhining istagini amalga oshirib, ruh ko'tarilgan moddiy dunyoning natijasi nafsining xohishiga yetarli bo'ladi. Inson qilgan ishidan shod, qoniqarli holatga keladi, qoniqish hosil bo'ladi va norozilik past bo'ladi, kam kasalliklar kam bo'ladi. Ya'ni pashta agar bu narsa, ya'ni ruhining istagini amalga oshirish, высокая реализация души, ustoz aytadi, menda высокая реализация души deydi. Ya'ni shunday bo'lsa, inson pashta kasal bo'lmaydi. Misoli kasal bo'lganda aytadi, men shuncha yil noto'g'ri yashaganimning oqibatida men bir kelganimni yurakdan xuruj bo'lgan, stent qo'yilgan ustozimiz, mana shu noto'g'ri yashaganim, egodan yashaganimning oqibati. Barmoqlar sana-soni уже gap aytib bergandi. Bilardim. Barmoqlarimni ko'rdimda. Mana sustav dedim, bu yelka sustavlari, какой-то atlon, какой-то asimetriya deydimi? Disbalansni his qildim-da, ko'rdim. Chiqib keldi, so'radimda, bir narsadan qo'rqasan qizim dedim-da. Nimadandir qo'rqasan, nimadandir ko'kda noroziliging, qattiq bir nimang bor dedim-da, minusing bor desam, sirroz yig'lab oldi. Haqiqatan ham qo'rqar ekan. Nimadan desam, onam yo'qotib qo'yishdan dedi. Onasi tug'ilganda o'lib qolgan ekan, u onasini ovsini bu qizi boqqan ekan. Ovsin boqqan, dadasi yangi xotinga uylanganda u yangi xotin baqa kelib ishimizni qilsin deb olib ketib qolgan ekan. Onasiga kela olmay ko'p azob chekkan ekan. O soni 2 ekan. Soni 2lar muomalaga bog'langanda. Muomala muhim, ruhi muomalani istaydi. Onasiga bog'langandan keyin ho'y o'gaymi nima bo'lganda ham tug'ilgandan boqib katta bo'lganda. Uni shunda hali o'gay onadan qo'rqib, kelishini xohishini ayta olmay shuntib yashagan. Azobda, doimiy sog'inch azobida, ham qo'rquvda yashaganligidan 9-sinfda barmoqlari qiyshayib ketgan. 9-sinf o'quvchisi. Sash qo'rquv kuchli. Energiyasi juda ham past yuradi doimiy. Mana shuni guvohi bo'lganman. Nima savol berdi? Demakki, shu psixosomatik kasalliklar rivojlanib borarkanda energiyani to'g'ri ta'minlamasligida. Ya'ni bu kasallik shu energiya doimiy surunkali yetishmay yurganda, qo'rquv bilan, depressiyada, azobda, ya'ni sog'inch azobda bitta so'z bilan aytganda, azobda yurganda, даже yoshroq bo'lsa ham shunday namoyon bo'ladi psixosomatik kasalliklar. Agar unchalik kuchli bo'lmasa, keyinroq aytdim, miqdoriga qarab. Keyin 35 yoshlarda namoyon bo'ladi. Shunday. Ammo sotsial ilm hozir juda ham qiziqarli ekan. Bu ham bizning O'zbekiston uchun ilmlarning yangiligi bo'ldi desak, bu bolalar bo'lmaydi. Buni orqasidan aytaylik, biznes bo'ladi, munosabatlar, oila shakllantirishda, farzandlarning tarbiyasida, nikohlarning qayd etilishida yoki qaysidir bir kontraktlarni
imzolashda ham, shartnomalarni imzolashda ham demak raqamlar muhim ekan. Buni tushundik. Siz hozir juda ham ko'p ma'lumotlarni berib o'tdingiz, shunaqa foydali ma'lumotlarni. Xudo xohlasa buni bir kurs sifatida, dasturlar sifatida ommaga taqdim etish niyatingiz bormi? Hozir siz faqat biznes konsultant bo'lib faoliyat yuritasiz, adashmasam. Ha, biznesda ham shu konsultatsiya berib kelmoqdaman, shaxsiy konsultatsiyadan. Shu o'quv kursi, coach, ya'ni o'zini anglash. Kursi desa ham bo'ladi, o'zini tushunish, atrofligini tushunib, xotirjamlikka ega bo'ladigan shu o'quv kursimni yo'lga qo'yganman. O'zimga shaxsiy raqamga, ya'ni nomerimga murojaat qilsa, bu haqida ma'lumot beraman. Bu kursdan nima olish mumkin? O'zini anglaydi, o'zini tushunadi, bolalarini tushunib yetadi, erini, yaqinlarini tushunib yetadi, xotirjamlik topadi. Bilim bo'lsagina biz tushunamiz. Tushunsak xotirjamlikka kelamiz. Ya'ni sabr bu chidab turish emas, bu tushunib qabul qilish. Qabul qildingizmi, xotirjam bo'ldingizmi, energiya saqlanadi. Energiya saqlangan joyda bo'lmadi dunyo bo'ladi. Xotirjamlikda bir ish qila olasiz. Xotirjamlik bo'lmasin, noroziligingiz bo'lsin, ishga qo'lingizdan shu maqsadim odamlar xotirjamlik topsin. Yana bir ustozimning gapini ko'p qaytaraman. Ustoz aytadi, men sizlarga oddiy yashashni o'rgataman, sizlar esa oddiy yashaysizlar deydi. Oddiy yashashni o'rgataman desam bo'ladi. Inson shu oddiy yashashni o'zini anglab, oddiy yashashni o'rganganda, o'z o'rnini topganda va energiyasini saqlab, energiyasini qayoqqa yo'naltirishni bilib, ya'ni hayotini o'z qo'liga olganda, nima bo'lib dunyo orqasidan quvonadi. Bu orqasidan quvonadi. Bugungi tashrifingiz uchun tashakkurlarim. Rahmat Xotamon, juda ham foydali ilmlarni bo'lishdingiz, ma'lumotlarni. Rahmat sizga. Azizlar, bugungi kun podkastimizning mavzusi shu raqamlar nima haqida gapirishi edi. Sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, sotsial ilm, sotsial psixologiya, aynan raqamlar tilida gaplashish va o'zingizni aytaylik, biznesingiz, oilangiz bo'ladi, yuqorida aytib o'tgandek farzand va har qanaqa masalangizga yechimni xohlasangiz, Anor Egamberdiyevani ma'lumotlarini, telefon raqamlarini shu podkast tagida qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Rahmat azizlar. Keyingi podkastlarda uchrashguncha. Rahmat. Xush kelibsiz.